iştirakçıları İstanbul'da Cigar Melekse Eşkırma Cigar Müddet Kanun Kültürü'nde Külü'ne hoş geldin ama bugünkü başlarımız Kanun Müddet bu aslında geri kalan siyasi öncülük siyasi özellikleri arkadaşı Beyaz Efendim Abdülhamid Beyaz Efendimiz'in sözlü okumlarıydı ve onun bağlı olan tesir yönetiyle sözler kılı vaktiniz 30 minut bugün vakitte katkı kıldı. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ve meşal kursu kesmişler ve yeni işler. Bu sözü olan İsa'nın temsil sözü fundası ve ondaki avam bağlı tersi. Makala belirlenen vakit 20 saat. Şu 20 saatte makal hayatı da kısmını ketken hakim komiteli boyunca şu belirli mezunu sözleşmede kısa tutmuş doğru geldi. Anlatılan doğru sözümüz, edebiyat toplayımız, sözdeyimiz, dünyanın bu sanat kadar kendi sözünde. Bir milletteki kanatının konuluşu, bu bir ilahi kanuniyet. Biz Allah'ın bizdeki sözlerimizdeki kurulması, ilginin aldılar, hayatının teğeni kılışı, Xitaylardaki bir boğumluk sözlerinin buluşu, Arakan'daki isimli ve fiil cümlenin buluşu, şu milletin bizdeki fonetikli, fizikli, aşağıya kadar masaj programı. Yani biz devamlı değiliz, Türkiye Küresel Müşavirlerimiz olacak, kısatlı yaşarlaştırılacak. Kısatlı yaşarlaştırılacak ballar doğru izleyiş yaparlar kalınlar. Yani bu bizimki anlatılan şuurumuz da olan kişilerin emzimizin tefekkürlüğü neticesi. Hangi tür olsa şu türde tefekkür kullanıyor. Sonuçta bu zardarların balları, yani yaşarını kısalaştırılan kişilerin balları aldığı ürünlerin keskin anıdır, edebiyat. Bunlar onun yüksek olan kim, onun ürünlerini din tarihi, onun senler, onun tazatlar, onun logika. Burada ses kaçıyor. Burada ihtiyacım varlıkın teknik olarak ait ses gelmiyor. Yükselmez lazım. Adamların tortunuş ve ulanı tüzünün korunup koyuş. Bundan dolayıken bir yerde muhtemelen olan nerse alaklaşman vasıtayım. Erkin sınıftan bölge degen Amerika'dan ki şunlar pevklar yukarı. Şunlar pevklar yukarı olsa ilmi cahiller olmasa kim o yer başlarılması hızını bakın. Kim Amerika pedagog olmuş. O şeye indirdim desem o kültürde bir sözün düşünmezse o sözün bilişini gerekiyor. Bunların uygulaşımı var. Amerika'da orta mektebini tartışıp başlangıçını tartışıp orta mektebini başlangıçtaki kolsuzluktaki kolu ortadaki olan tüm cariyalı, söz cariyaları var. Yani bir Amerika'da okulucu orta mektebini tekrar 60 bin sözü değil. 60 bin sözü tek bizim filmimizdeki zaten oldular. 6 ton. 6 ton ziyalan sözlüklerin bizi 60 bin sözü. Demek biz Uygur tını kızlar 49'da keyifli sözlükler çekip dolar tını oluyor. Uygur kızartılı oluyor. Şu 60 bin sözlükleri Ama burada giriş yok. 60 bin sözlük. O tını kitap gibi. Şu aşağı
Lekin başka deyman bayat deb o'tib ketdim. G'oyat zo'r deb pirslangan bu vaqt deb. U to'g'riliq bir qisqacha izoh berdim. Chunki men bir abzas 200 yıllık tarixni men faqat bir abzas tayyorladim. Buni yani 94-yil Ruanda zo'r qatlami yuz berdi. Bu qatlamda sen insanların bildiği bir yol yapın. Ekstremot gayet murakkab bo'ldi. Tuanda biz söz mezun 4 xil asos xarakterini, yani söz mezun şekillenishi, roli, söz mezun ifodalanishi va so'zning xarakterini to'xtatish bilan birga so'zning tus ma'nosini qo'shib o'tgan bizning Uyg'ur tilida 9 xil tus ma'nosi bor. Bu Uyg'ur tilining rangdorligini favqulodda zo'r darajada oshirgan. Hatto Qur'on Karimni tarjima qilgan Muhammad Yusuf Karnishning o'tiradi shayx Muhammad Salih Damollam tarjima qilgan. Demek bir Kur'an-ı Kerim'deki tercümesi de fevkalade zor til bo'lgandan başka hissi tüsen ifade kıldıgan bir olmasa ifade kılamaydı. O bir ilahi kitap hem de. İngilizlerin yüzdeki bu Uygur tilindeki fasahatke İngilizli yetemeydi ki. Yani Kur'an İngilizce tercüme kılıp onun fasahatı Xitaysı mayin isimle küreşken yüzünden de o Matça'nın tercüme kılan tercümesi mi fevkalade fasahatlık emas. Ama Uygur tilida bu kadar fasahatlık çıkan. Demek bu bizim sözümüzdeki fevkalade ifade kuvvetinin zorluğunu bildirdi. Şu an o tüsmesini kırmızım. Allah kalsın keleceğim isimlerin devam bulak kalsa uçak sözünü sıkılar.
Onda ben bu sözün total karakter üstüne toxtalım. Birinci, söz ma'nosinin obyektivligi ve subyektivligi. Her qanday sözün ma'nosi obyektiv şeyga qarata bo'ldi. Yani bir sözün vücut chiqishi uchun uni ro'yobga chiqargan moddiy asos bo'lishi kerak. Masalan, kitap desek kişilerin köz aldı tüplengen, muqovlangan basma yoki yozma asarlar degandek muayyan tushuncha keldi. Bu xil bilish natijasi aniq tovushlar bilan, ya'ni ki, i, ti, a, b degan tovushlar birikganda oldin kitap degan bir so'zni bir so'zga aylandi. Yani bir söz vücut chiqishi uchun bir uni obyektiv bo'lishi kerak. U bo'lmasa o so'zni paydo qilish uchun u mavhum hukm bo'lishi kerak. Sözün subyektiv ma'nosi bo'lsa, har bir shaxsningki şeyler bo'lgan tunishinin farqli bo'lganligi natijasidir. Masalan, o'qigan kishi bilan o'qimagan kishiningki tabiiy fanliklar bilan ijtimoiy fanliklar quyosh, oy, yulduz degan şeyler va kun tutilish, yer tavrish degandek hodisa haqidagi bilish o'xshamaydi. İkinci, söz ma'nosi umumiylik va konkretligi. Umumiylik deganda kishilarning ilki yoki lug'atlarga ma'nosi ko'z tutildi. Mesela o'quvchi deganda uning lug'atdagi ma'nosi har xil maktablarda ilm tahsil qiluvchi bo'lib, unda turli o'quvchilar, ya'ni turli davlat, turli maktab, turli jins, turli yosh, turli millat tavalludli o'quvchilarning o'rtaq alaylik ko'z tutilib, o'tirishga farqli nazardan saqit qilindi. Konkretligi bo'lsa, oxirgi mazmun qisqartirib aytdim. Konkretligi bo'lsa, konkret nuqta texnik ro'shan aytib olindi. Masalan, bu odam haqiqatan odam emas ekan degan jumlada ikki odamning biri fizyologik haqiqiy odam ko'z tutgan bo'lsa, ikkinchi odam fazilatini, axloqini odamga o'tgandan ko'z tutgan. Bir jumlada ikki odam bo'lgan bo'lsa, ikki odamniki konkret kontekstdagi ma'nosi o'xshamagan bir hukm bildirdi. Üçüncü söz ma'nosi muqimligi, o'zgarishchanligi. Har qanday so'zning tovush bilan ma'no o'tirisidagi munosabatni shu davrdagi ijtimoiy kollektiv belgilaydi. Bekitilib bo'lgan kun ijtimoiy odatga aylanında muqimlikqa ega bo'ldi. Hech qanday o'rin va shaxs o'z xohlagancha o'zgartira olmaydi. Masalan, ilm fan, ilm ma'rifat degan jup so'zlarni ilm madaniyat deb o'zgartib olsak bo'lmaydi. Chunki ilm madaniyat kategoriyasiga hukmdir. Shunga o'xshash do'ppisiga jigdi salmoq degan idiomdagi jigdi degan so'zni xohlagancha meva bo'lsa o'xshash ma'no bo'lar deb do'ppisiga olma salmoq, do'ppisiga shapli salmoq so'z bo'lmaydi. Ya'ni idiomli xarakteri yo'q deydi. Chunki xalq tarafida shunday muayyalashtirib bo'lingan. Uni o'zgartirish deyish amaliyotda fitnatga sabab bo'lgan bosh narsa emas u yerda. O'zgarish deyilganda bu asosiy so'z ma'nosi kengayishi, tarixiy, ko'chish jadiri ro'shan gavlandi. Masalan, bosh degan so'zning odam bedenining yuqori, hayvon bedenining ko'z, quloq, og'iz, burun qator a'zoni o'rlashgan qismi, ya'ni kalla ma'nosini bildirgan bo'lsa, mushu asli men asos qilib turib tövendikide köşmelerden şekillendirilmiş buldu. Mesela tik, öğrenlersen yukarı tarafa. Mesela tağ beşi, tonur beşi degendik. Başlık rehber ma'nosini bildirdigan. Sizin ularga baş kıldık degen. Yani en mühim asas ma'noni bildirdigan baş vazife, baş bölük. Birer kasb yoki sahada başkalara yetakchilik qildigan baş katib, baş anjini degendik. Menga aql, hush, zihin ma'nosini bildirdigan. Yani onun beshida joyida bo'lsa, ashuna gap qilamdi dedi. Miqdarni bildirdi. Bir baş piyoz, ikki baş qo'noq deganga o'xshash. Kengayish bo'lsa so'zning asl ma'nosini kengaytib, uni yangi ma'noga ega qilishdir. Masalan, kir degan so'zni oldigan bo'lsak, narsaning ustiga badanga qo'ngan, chaplashgan, yuqqan, chang to'zon qatori pastki narsani ko'rsatadi. U oq kuyunga kir qo'ndirmay yuradi deganga o'xshash. Keyin ma'nosi kengayib, kirlashgan kiyim-kechakni ko'rsatgan bo'ldi. Vaqtimning borida kirlarimni yuvib deydi degan. Keyin texim kengayib, yomonlik g'um degan ma'noni bildirgan bo'ldi. Sen ağıyla turursan ko'nglingda kir saqab yuramanmi deganga o'xshash. To'rtinchisi so'z ma'nosining aniqligi va tutuqligi. Söz ma'nosi aniq deganimiz so'zda aks etgan obyektning aniqligini ko'rsatadi. Masalan, odam, kitob, kalla, non degan so'zlarga kifoyalangan obyektlar boshqa turli obyektlarga ro'shan farqlandi. Tutuqlik deganimizda ba'zi so'zlarning fasilidan aniq bekitilmagan bo'ldi. Masalan, o'smir, yosh, qari, sovuq, ilman, qiziq, issiq deganga o'xshash. Söz ma'nosi aniqligi bilan tutuqlik tilda o'xshashlar nihoyat muhim bo'linadi. Ularning o'zi xos ishilish o'rinlari bo'ldi. Masalan, fan texnika, qonun tuzumlarida söz ma'nosi aniq darsi muhim bo'linadi. Masalan, matematika bo'lsa matematika, uning endi tuz ma'nolari bo'lmaydi, qilish bo'lmaydi uni. Chunki uni simulyatsiyashga, obyektlarga mavhumlashtirish bo'lmaydi. Qonun o'rinlarida shu. Nima jinoyat o'tkazgan shu obyektni aniq deyish kerak. Agar uni mavhumlashtirgan, simulyatsiyalashsa, uni hukm qilish tez bo'ldi. Shunga so'zniki
men iniq bo'lgan vaqtida uniki bekitilishimi iniq bo'ldi. U tutuqlik sal qarab o'xshamaydi. Endi tutuqlik deganda adabiy asar ko'proq ishlatildi. Masalan, o'lim razil emas degan bir misrali bor. Qenimin aks sadoyim deydigan she'r misrali uchraydi. Unga tutuqlik bor, u tasavvurga, simvolga ega bo'lgan bo'ldi. Bir betni kam ko'paytib qo'yibdimi? Buni o'qigandan bo'lmasa 4-sida batolib ketdi ya. 4-si asidi bor ekanda. To'rtinchi so'z mensa iniqlik va tutuqliga. Hozir ikkinchisi o'qidim, bu uchinchisi o'qidim hozir. To'rtinchisi o'qib bo'ldim. Tamam. Sal jiddiyleşip kaldım değil mi? Sözün hükümdarısı muqimliş tilinin birlik kelişide, qilibleşide fevkalade mühim oynasa, tilinin birlikке kelişi milli kimliğin ro'yobga chiqishda birinchi rol o'ynaydi. Tövendeki iki amaliy misal ko'z qarshisining to'g'ri canlı isbotidir. 1789-yil Napoleon Kurskdan Parijga keldi. Şu an 20 yaş vaqtda Napoleonniki. Kelib Fransız xalqining u qadar tushkunlashganligini ko'rdi. Bu alim bu. Napoleon şu 20 yaşında bir alim ders vergan. Matematik fevkalade yaxshi, ana tilda fevkalade yaxshi. Fransızlar yılıma 15 yaş kirgiçe ana tilda o'qitdi bor. 15 yaşdan keyin boshqa tillarni o'qitdi. Ma'rifada shunda hozirmi? O'tgan bir Fransız kelgan o'sha naq shundaq dedi u muxbirma. Bunun sebebinin 13-14% xalqining ham adabiyatini tushundiganligini bildiradi. Yani Fransa'nın bunda tushkunlashishga birdan-bir sebep ana tilniki adabiy tilni bilmaslik. Biz adabiy til va jalaqlar chiqib bildik. Ko'pincha men o'rtaq adabiy til, men adabiy til so'zlayapman. Ammo men bir Qashqarlik qarindoshimiz yoki xotanlik qarindoshimiz chiqib so'zlagan bo'lsa, u xotan so'zlagan ba'zan bilmayman. Masalan, bir xotanlik qarindoshim debim, u bo'g'noq yap cho'ng bo'lgan gaday ekan dedi. Qulqam g'iltindi. Nima dedi? Bo'g'noq yap cho'ng bo'lgan gaday deydi. Shuni turkitib, endi cümle Uygurca ama düşünemedim de. Vay kardeşim baş oydaşıp kalmışlar. Benim kesbim edebiyat ama maaşı pek düşünemedim hem de. Boğnak yap çoğun boğan gadaydım dengesem. O xotan şiviyse boğuna çan tuzan dengepken de hem de. O çan tuzan yap çoğun boğan gadaydı. Bu kadar dehşet okştam da hem de. Şunda küldüm. İsim gaz hazırım külmem. Mutalib bacım oturadı, abla bacım oturadı. Xotanım ablaydı yüz kardeşim bildim. Demek bir adam hayacanın sözlüsü mü? Edebi tilde yani ortak birlik kelgan bir söz bilan tushuntiramiz o'zini. Demak, sözlük için en erg'azab, angliq uchun qayb bo'lmasi deydi-ku, mashhur bir termin bu edebiyotdagi. Xuddi shunga o'xshab Napoleon 13-14% xalq chiqib qolgan, 80% ga yaqin xalq edebi tilni tushunmaydi. Ya'ni bir podshohning amrini tushunish uchun uning tilini bilish kerak. Shu yerdan tushish kerak deb oldi o'qib chiqqan vaqtida birinchi deb qilgan ishi bütün ana tilini, yani edebi tilini onlaştırıp uzunmay Paris, Fransa imperiyası kuruluşu bunu hepimiz bilimiz. İkincisi Otto von Bismarck. Otto von Bismarck başarılı çıkan vakitte bugünkü Prusya 316 bellikte. 316 bellikten 316 şivisi vardı. Otto von Bismarck William Padişah deydi. Biz Muşu Prusya imperiyası, bir imperiya kurup çıkımdan keyin aldı 316 bellikli şivisini birde getirişimiz gerek deydi. Eğer bizning qarorimizni, bizning irodamizni bildin deydigan, o'zimizning tilni bilish kerak uni degan. Birinchi qilgan ish ana tilni birlik keltirgan. Ikkinchi qilgan ish chirkov ma'rifini davlatga yetkazib olgan. Chunki Muhammad Yusuf Shayx dedi. Buning faqat o'qimanglar dedi. Muntizim ekan. Ma'rif deyish muntizim yadi bo'ldi. Ya'ni buning faqat o'qil degan vaqtida, ya'ni mayli madrasa bo'lsin, mayli yarasi qanday nom atalgan bo'lsin, u pedagogni bilish kerak. Yani bir o'rtaq o'quvchiniki tushunadigan bir tilni so'zlash kerak, uning xarakterini, psixikasini bilish kerak, tushunish kerak, uni yetaklash kerak. Ya'ni anglayotgan bola o'ziga bo'lgan ishonchini turg'ishi cho'qim o'qituvchining yetaklashi bilan bo'lishi kerak bu.
Bunu öğreniş gerek. Yani biz pedagog olduk, 4 yıl okuyup bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Yerini praktik qilamiz. Bir adam 4 yıl okuyup pedagogda, yerini praktik qilib o'qitib kelsa, boshqa qoplar men o'qitishni o'zim o'rganib olayım deb o'tirib seklab chiqqan bo'lsa, demak bu yerda bizni bir gap bor. Müşk arab qalsan, qarabasa so'ray deydi. Şu fajia kelib chiqdi. Bugun bizning fajiamizning asal sababi mana shu. Tarixdan buyon bir qavmning ko'plab rivojlanishi, gullanishi va oxirgi hisobda millat bo'lib shakllanishi tilni g'oyat zo'r o'ynaganligida qil shubha yo'q. Bunda oid misollar son-sanoqsiz. Ammo bugungi kun kelganda tilning taraqqiyoti shu pallaga yetki, yangi hukmlar orqali yoki so'zlarga yangi ma'no yuklash bilan qaplamasin qilinmoqda. Uyghur milleti tarixdan buyon o'z tilining lug'at so'stavini betishda so'zning idrokiy ma'nosiga u qadar ahamiyat berganki, har qanday yangi shayga, ya'ni mayli yangidan yasalgan so'z bo'lsin yoki sirtdan qabul qilgan so'z bo'lsin, shu obyektning mohiyatiga aniq ifoda berishga favqulodda diqqat qilgan. Bo'libmi, sirtdan qabul qilingan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, ajdodlarimiz o'zining qimmat qarashini, aqliy iqtidorini namoyon qilgandan boshqa ijtimoiy o'rnining alohida diqqat qilganligini bila olamiz. Yani ijtimoiy o'rin alohida diqqat qilganligimiz degan chaqda bir odam o'zini tuvan odamdan birini qabul qilgisi kelmaydi. Men sen tilini ishlatdim. Biz Xitoylar bizning ustimizmi, ya'ni hokimiyat beshida bo'lsin, biz mustamlik qilamiz, Xitoy ishlatishni sal xijil bo'lamiz hamda. Ishlashni xohlamaymiz. Demak, ijtimoiy o'rin faqat ahamiyat berdi degan gap o'ziniki bu shu g'ururni, ilmiy g'ururni saqlagan degan ma'no bildirib berdi. Masalan, madaniyat degan bu so'zning lug'at ma'nosi bir millat yaratgan barliq moddiy va ma'naviy boyliqlarining muvaffaqiyatining umumiy yig'indisi bo'ldi. Bu Uyg'ur millati madaniyatga so'zga yukilgan ma'no. Asl ma'no bu emas. Ajdodlarimiz bu so'zni arabchadan qabul qilgan, ammo bu kalimani tamoman o'xshash ma'noda bo'lgan hazorat va uning yaqinlik saqofat so'zini qabul qilmay, balki shaharlashgan fuqaro degan idrokiy ma'nodagi davr bilgich, hatto bir mafkuru simvol qilgan kalimani qabul qilgan. Ya'ni biz madaniyat degan so'zdan arabchadan yani shaharlashgan degan ma'no bildirgan so'zni qabul qilib ekanmiz. Yani hazarat bor. Bugun turib kultur qarshilashida talashyapmiz biz. Uyg'urlar an deyishga. İngilizlar 15-asrlik millat. Ammo biz miloddan ilgarilam yiziq ega bo'lgan. Bizning yiziq tariximiz 2500 yil. Dunyo yetirib qolgan tarix 2500 yillik bizning yiziq tariximiz. Ham tavuşlarning shaklini uchun qancha yil ketdi biz yerga. Turg'un Almas Ramal 10 ming yil deydi. Mamtun Nazir'in 8 ming yil deydi. Demak bir tavuşlar shaklini uchun uzun jarayon ketdi. Demak bu yerda hazarat ve saqofatga söz tutsa, yani madaniyat o'zi ilmiy safan bilgan söz uni qabul qilmay bizning ajdodlarimiz shaharlashgan. Biz baldirmayek. Yani baldirib to'ni yasagan, baldirib o'chaq asgan odam juma biz, sanki cho'l xalq emas. Yayla xalq emas biz. Baldir sharik. Ma bir ilmiy g'urur, bir xil o'zining yuksakligini bildiradigan. Favqulodda adamga bir hayojon beradigan, so'z qabul qilayotgan yozuvchi shoirlarimizga ilhom beradigan bir minbar desak bo'ldi. Yani bayatı bir tek bu sözün esmen şerleşken fukara degan men idrak men davr bilgisi hatta bir mevcut simol onun da millet yaratgan bar maddi men muvaffaqiyatning umumiy yig'indisiga ma'no yuklaydi. Demak, ajdodlarimiz so'zlarni qabul qilishda, tanlash va shalashda alohida nozik metod qo'llangandan boshqa favqulodda yuksak ilmiy g'ururni namoyon qilgan. Shunga Boğumuz Mahmud Qashqari o'zimizning bu qadar yuksak, mag'rur ro'yi chunqurligini nihoyat yaxshi bilgachga vahiyni, yani ilahiy kitobni xotiraga qo'ngan arab tili bilan begilchalaydi degan va uni isbotlagan. Alisher Navoiymi Muhokamatul lug'at degan bir kitobi bor. Yani Uyg'ur tili fors tilida ishlanadi. Mahmud Qashqari bo'lsa arab tilida Uyg'ur tilida ishlanadi. Har ikkisining g'oyasi nima? Uyg'ur tili sinni kam emas. Chunki shu 15-asrlarda arab tili asalist, fors tili shekarist, Uyg'ur tili Yunarist degan bir atalib umlashib ketgan vaqtida shu yerda mushik kelma shekin Alisher Navoiy, yani Yunarist degancha ba'zi bir qarindoshlar, yani Yunarist kasbga ifoda etgan til bo'lgan, to'y qallam tilimi deb bo'ladi. Yo'q, unda emas. Yunarist degan texnik til degan gap. Yani bugungi ingliz tilga o'xshaydi. Yani bugungi ingliz har qanday kashfiyotniki kashfiyot ismi qo'ya oladi ingliz tilida. Yani hukm doirasi logik aniq bo'lg'achqa bu o'zing til bilan har qanday narsaga ism. Hozir yangi kashf qilayotgan ingliz bo'lishning sababi shu. Bizning ayni vaqtda tilimiz şuda. Yani texnik tilda. Bu Yunarist tilini
Günler en keng umumlaşkan vaxtlarda o'ttir asr davrlarida shu tilni ifade beradigan eng nozik narsa ifade beradigandir. Ben o'zim ba'zi hayron qolaman bolalar darsda jarayonda uchragan so'zlarni. Vaqanda bir so'z uchrab qoldi, vaqna degan so'z. Bu nima lug'at aqtuldim. Qarasam, bu o'rniqni o'tirib beldanka. O'rniq qurildi aslında tek muqimlash uchun bir beldam tutgan. Shu beldamni vaqna deydi ekanmizda biz. Bu kadar zil, bu kadar inir ifade kuvveti ekanki, ajdarim hammaga ahmad bergan. Gizi kelgan shuni askar qo'yish kerakki, muajiratda bir qism kasbiy axloqqa zid, ana tilimizning nimadan derak beradiganligidan, tilovatimizning qanday shakllanganidan to'liq xabari yo'q bir qism kishilar va organlar ajdodlarimizning bu muqaddas merosini bilmabdi ekan, etmabdi ekan deb xohlagancha ma'no yuklagandan sirt yetuk tilshunos ustozimiz marhum Mirsulto Osmonov boshlig'i tuzilgan vatanimizdagi 30 million xalqimiz bemalol qo'llanib kelayotgan yangi imloyimizni po'sh demay, yangi so'zlik, yangi imlo paydo qilish o'rnatildi. Bu xil nadallarcha ilk berilgan qilmishning tafriqchilikka, bo'lgunchilikka sabab bo'lish mutlaqdir. Yuqorida bu xil belgilanmalikning bir millatga qancha zarar keltirgan amaliy misol keltirib o'tdik. Tövende bo'lsa bu xil qilmishning siyosiy kuchlarning qanday paylagan amaliy misolini isbotlaymiz. Mutaxassislar bunda bir qiziqarli tajriba ishlagan. Oldi bilan o'quvchilarning formasiga asosan oq ko'ylaklar va qora ko'ylaklar deb ayirgan. Bir mazgil mush atalgan qo'llanib, oq ko'ylaklar darsda yaxshi ketyotdi, qora ko'ylaklar insonda yaxshi bo'lib ketib bordi deb ular bilan aloqa qilishgan. Gerçi qo'llangan atalg'i ijobiy bo'lsa-mu, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu o'quvchilar topida tabiiy holda bir-birini mansitmaslik alomatlari chiqqan va ziddiyat o'tkirish dushmanlik darajasiga yetgan. Yana bir turkum o'quvchilarning ko'zining rangiga qarab, ko'k ko'zli o'quvchilar va qo'ng'ir ko'zli o'quvchilar ayirgan. Ahvol yuqori qadamdan tamoman o'xshash chiqqan. Demak, kishilarni xizmatiga, darisiga qarab ayrishdan oq yoqliqlar, ko'k yoqliqlar deb ayrimizga xizmatiga qarab, kirimiga qarab ayrishlar. Hozir qanday qoldi desam, so'z qarab qatlam bekitdi demdi. Sözler orqali qatlam ayrilgan bo'ldi. Ba'zilar bu metodni ma'lum taraqqiy qilmagan bo'lib, islom dunyosida keng qo'llanib favqulodda unumga erishgan. Mesela Arap sosyalizmi, Arap bahori, ilmiy islom, harb inqilob degan o'xshash. Fransuzlar bu metodni qo'llanib g'arz yetgan qeri jangarilarning birisi. Bayat deb o'tgan Ruanda nimasini men endi 200 yillik bir tarix bir avzoz qisartdim dedim-ku, mashadir shu keldi qamdi. Bu Ruandani oldin belgiyaliklar kontrol qilgan, keyin nemislar o'tkazib, keyin fransuzlar qolgan. Mujdat 62 kun mustaqillik ega bo'ldi. Shu chiqargan 94-yili shu ashuliq Rusiylar, Turkiyada ayirib qo'ygan shu so'zning bilan va qattiq qirg'inchilik yuz berdi-ku. Buni netmish, sevamanmish. Fransa davlatini arish oldida Allah tövənliklər rəzil usul qo'llanib ayrılgandan keyin davomli kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Ular bu davlatga 12 million yaqin aholining fiziologik alaylik asosan 100 kipti. Uzunchaqaroq kelgan 9 million aholini Tutsilar, qish quyuq 100 kipti, 4 chasa qo'polroq chiroydagilarning 1,5 million tip Rusiyalar, ardikilar Rusiyalar deb atagan. Huquqni asosan o'zlari Tutsilar deb atab qo'ygan kishilarga bergan, garchi ular bir millat bo'lsin, bu atalni qo'nish jarayonida bara-bara arliq paydo bo'lgan va Tutsilar huquqidan foydalanib Rusiyalarni masmaslikka, past ko'rishga, oxiri zulm qilishga boshlagan. Rusiyalar o'zlari qilayotgan bu ig'ir zulmni fransuzlarga shikoyat qilib turgan bo'lsa-mu, ammo samonning asosida suv yugurib yuravergan. Chiqib ketilgan chog'da butun huquqni Rusiyalarga yetkazib bergan, qattiq zulmga uchrab turgan bu Rusiyalar fransuzlarning o'zlarining qutqazg'ish xudosida bilgan va o'zlariga uzun yil zulm qilgan Tutsilarni bostirish harakatida o'chish boshlagan. Etnik sostavi bir bo'lgan, qon qarindosh bir atalg'i sababdan bir millat bo'lsin 3 qatlamga ayrilib ketgan. Bu xil ahvol bizning eg'ir bo'lgan. Bizda millat ayrilishi o'zbek, Stalin mashhur gap, biz xohlagan millat ro'yobga chiqara olmaymiz deydigan. Ya'ni bir Turkiya degan bir millat hisobda o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, no'g'ay deb 126 deb millat parchalanib ketgan biz. Yani Türk millet. Aslında biz bir Türk. Yani aynı vaqtida biz bir yeziq bilan bütün Mavra Unnayhridan başqa o'sha Romlar uchun kilallaydik. Bir Türk tilidan. Ama ayrıldık. Hem de biz Uyg'urlab ayrılgandan keyinmi, yani qanday mushu so'zning
ta'sir favqulodda uchirdi. Uchirgan so'z nima bo'lsa, bizda hammamiz bilib, so'filar va shariatchilar. Bu 16 asrda bir imperiyani, bir xonadonning yiqilishi sabab bo'lgan, Saidiya xonadoni yiqilishiga. So'filar shariatchilarni, ya'ni ahli sunniy val jamoatni nima deydi desa, bular shariat tut deydi. Ya'ni shariatda bo'lsang, o'ltir chayonni, tariqatda bo'lsang, qiynama jonni. Mushu falsafa va ideologiya bilan qanday qilgan desa, bir e'tiqodga, bir millatning o'zini ikkiga ayirishga, shuni qatlam boshlangan. Ya'ni mushu sofilar va shariatga bir-birini qirg'inchi bo'lgan statistikada 10 million uyg'ur qirilib ketgan. Ma'noda 800 ming 1 million yashapti, u sila tusilanikida 94 yilgi qirg'inchilikda, qatlamda. Bizim 10 million. Fakat sofi ve şeriat deb ayrılıp qolganligi uchun. Yine biz Saudiyada ko'rdim sofilarni bizim degan bir kemen şeriat değil bu. Allah şerik keltirdi. Pir yok. Yani Allah ibadet qilishda o'tirib vosita yo'q deydi. Ama bular bir vosita va avliyo va o'tirib pirimiz bor deydi. Shundan bir e'tiqodni ikkiga bo'lib o'tdi. Demak, bu yerda faqat bir so'z. Bir millatning turmushda yangi bir atalg'i paydo bo'lsa, unga ehtiyot bilan muomala qilish kerak va har vaqt hushyor turish kerak. O'tgan asr 30 yilda o'qimuş kishilar olim, ulamo deb hurmatlanadi. Keyin olim o'quvchilarini bo'lsa, ziyoli deydigan bo'ldi. Maktab o'qiganlar, madrasa o'qigan talib, maktab o'qigan o'quvchi deydigan bo'ldi. Ko'ratimiz hozir ziyoli bilan ulamolar o'tirsa bir hang bor. Bugungi o'tirishimizda bizim Şeyh Muhammed Yusuf Ablacan başka hiç kim yok bu yerda. Endi bularniki mush ziyoli degan hukm bergan ta'birda bir so'z ortiq. Muhammed Yusuf Şeyh anımda dinsiz. Ziyoli degan kim o desa dinsizlar deb. Bu hukm sınırlı. Bu gap bir ma'lum men bir narsa so'radi. Ziyoli degan gapning ma'nosi nima debdi. Ziyoli degan bizning iste'mol amalimizda Unursun degan kişi ziyoli deymiz. Hem Arapçadan qabul qilgan nur degan ma'noda. Ziya, ziyoli deb sifat yasaldi. Shundan shu kishiniki xarakterini ilmiy quvvatini bildirdi. Desam, dinsiz degan ma'nosi yo'qmi deydi. Yo'q, bizning hech qanday so'zimizda dinsiz deb o'zing ochiq davosiz dinsiz deb. Biz dinsiz deymiz shu. Uni simol xarakterliga ko'chman ishlatmaymiz, iste'mol ma'nosi yo'q unda deb desam, Falanca Musa deb ism atida yurkim o kadar paç bo'ldi ekanki, demak, bu bir so'zning ishi hamdi. Xo'sh, unda bo'lsa gapim davomlash. Masalan, mustaqilchilar, avtonomchilar, demokratchilar, an'anachilar, islomchilar, cho'ng jamoat, kichik jamoat, shariy bolalar, askari bolalar bu xil atalg'ini ko'rib chiqadigan avom qattiq hazar edish kerak. Va vaqtida tarbiya qilib jamoat nazarida siqib chiqarish kerak. Bo'lmasa mustaqil amal ochgandan keyin tusilar o'san kuni qilishimiz mumkin. Bet antilni gibini xitbarimiz biz, so'zning gibini aytamiz. Bu yalnız bu ahlaklı vasıta emas. Yani bir tefekkürün, yani mefkurunun vücut çıkışında til birinci orun durdu. Biz Uygur tilini kullanıp Uygur bulmayız. Eğer Uygur tilini kullanmasak biz Uygur vekillik kılamayız. Mesela Ahmet Osman şiirleri Arap tilinde yazıldı. Suriye'deki 6 peşvanın birisi. Farabi Arap tilinde eser yazıldığı için Arapların peşvası. Demek her kanda bir gayret asıl bazı vatanda var. Xitay tilinde yazıldığı için Xitay edebiyatının peşvası. Ve qaysi tilda eser yazgan bo'lsak, shu millatning ideologik simvol qilinganligimiz uchun, shu millatning tafakkurini ifoda qilganligimiz uchun, shu millatning metodini qo'llanganligimiz uchun, shu millat tamom. Biz xohlasak qalmasaqdir. Ya'ni demak, biz Uyg'ur tilimizni yolg'iz aloqasiz vasita deb o'ylab qo'ymaylik, u tafakkurning, mafkurninki bir madaniyatning ayniki, u uzunchilik ajdodlarimiz qon, yosh belli qo'dab kelgan, bugungi kunda kelgan joyda Xitoylarga hojat yo'q bizniki. Biz o'zimizdan mumkin bir taraflab ketib boramiz, o'zimizdan voz kechib ketib boramiz. Ko'pchilik rahmat, so'z uzrab qoldi. Abdurish Niyoz efendimning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Navbatda bizga Mutallib Ali Hoji Amchi efendim, Uyg'ur tibabatining afzalligi va uning Uyg'ur madaniyatiga qo'shgan tuhfalari degan temada leksiya so'zlab berdi. Sahnaga marhamat, vaqt 30 minut.
Bana baksana. Uxlamayız, ayakkabı böyle. Pide demezken pide vermediniz. Ne bakın ben nerede gördüm. Yaxşı oynattı. Bekten kösettim ama başmış çıkıp besle. Basam ya çıkıp besle. Ama pide demezken pide evkim. Yok pide bozum nerede çıkır olur. Çıkmıyor. Bekten çıktı. Bekten size kösettim yani ben köyden. Çıktı ekranı çıkmadı bayağı ekran çıkamadı. Ekran çıkmadı. Daha sonra ekranı çıkmadı mı yani çıkmaydı. Şimdi meyle misin? İkram kıldan resmini sözleriniz bilgen ki. Sandış yapısın o zaman. Ama yani bassak olmuşum da. Sınıf bakayım. Selamünaleyküm. Mehmallahu eyleyin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti olsun. Ben bugün şu Uygur tibabetçiliğinin özelliği ve onunki Uygur medeniyetine koşkan töhfisi doğrusunda üzerinden kararlarını oturup koyup ötmekçiyim. Bayağı Abdüreşit Niyaz bizdeki Xoten şivesi de degan gapni chiqib qoldi. Men Uyg'ur tibobatchiligi oliy texnikumi o'qituvchi bo'lib chiqqan vaqtimda, ya'ni men ilgari Uyg'ur tibobatchilik doktorxonasida edim. 6 kishini chiqish orqali 87-yili Xotendagi Uyg'ur tibobatchiligi oliy texnikumi degan maktab qurilgan. Tunji dars boshlagan vaqtimiz shu. Men shu vaqtda televiziya stansiyasiga G'olib Niyoz bilan Baxtiyor Umarninki ovozi yaxshi ekan adabiy tilda. Men shu Xoten shivasini tilimdagi yo'qotishim kerak. Chunki bizning maktabga butun Sharqiy Turkiston bo'yicha o'quvchi qabul qilgan bir maktabda ular masxara qilmasin deb men televiziyaga xalab turib, shu nimaga bo'lib xalqaro xabar, mamlakat xabarlari deganni shu bilan teng barobar deyish orqali tilimni o'ngishmoqchi bo'ldim. Keyin maktabimizga nimadan pedagogika institutidan bir muallimni keldik. O'qituvchilarga pedagogik dars bersanadi. Yana o'qituvchi bo'lgandan keyin hammamiz. Shunlar odam kelib, Matniyaz qaror aytgan odam ekan u. Pedagogika degan gapning ma'nosi pid degani bola degan gap, gogika degan ilm, ma'arif, bilim degan gap. Bu pedagogikani o'rganish uchun har qanday maktab, oliy maktab qaysi shaharga joylashgan bo'lsa, shu yerdagi o'qituvchilar o'zining shivasidan azroq aralashtirib qo'yish kerak. Chunki shu shiva aralashsa, shu yurtning
onun ta'siri o'quvchilarga yaxshi bo'ldi degan gapni Ashpitaviyda kitobda so'zladi-da bu. So'zlagandagi keyin men tilimning yerimi o'shuluqliq yerimi xotincha bo'ldi to'xtataymish edi. Bundan keyin men bu xotin shivisini aralashtirib gap qilsam bo'tgan deb shu qolgancha qoldi. Endi Turkiyaga kelgandan keyin biz yana shu turkchani Uyg'urcha shivalar aralashtirib so'z aytganmiz. Bu mu nayt yaxshi o'tgan. Yana Türkler nayt qattiq diqqat qilib anglamasa tushunmagan ekan. Bek qattiq diqqat qilgan ishkanimda. Ani yana birisi Urumchida tip paydo bo'ldi bozorliga. Ketayotsam Oqsudimmi, yo G'oljidimmi betirib bizning tunayotgan hotellikdan bizni akab o'ltirg'izib yapti do'konda. Men odamdan nima ish qilsa anda bek usta tip emas u. Ammo do'konni ochgan G'oljilik usta. Bu nima qilsa bir yerda o'ltirlar desam, Urumchi xalqi hotellik bo'lsa, do'stini atgan. Hotellikdan boshqadan mo'zurisi og'ilmayotgan, shu meni odam achqib, kisel ko'rib soldi. Ammo o hotel shimsilam so'zlayotgan odamda o, saqlab odam. Endi meni qo'ygandan keyin kisel ko'paydi dedi, shundan bu ishba mening bu adabiy tilni almashtirishga hojat tushmadi dedim endi. Ammo yozganda anda yozmayman. Adlı izahlar kabul dedim. Hem de tilini kelsak, hammalarning xabari bor Uyg'ur tibobatchiligi, Uyg'ur xalqining madaniyat meroslari yoki Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismi. Hammamiz bilamiz uni. Endi nimada bu insoniyat dunyosida sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va davolash degan bu xizmat dunyoga insonlar oxirida bo'lgandan tortib yoki odam otimizdan boshlangan. Buni biz maktabda shunda dars qilamiz. Hammalar shunda biladi, butun dunyo xalqi biladi. Yine odam otimizdan boshlab sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish, davolash xizmati boshlangan. Endi hozir 10 ming yil olsun insoniyat dunyosiga, undan ortiq yillar bo'lsin. Kişiler muşu an'anaviy tibobat orqali o'zining sog'lig'ini saqlab, kasalliklarning oldini olib, davolanib keldi. Shu orqali dunyoda an'anaviy tibobat degan bir narsa paydo bo'ldi. Shunga dunyodagi har millatning an'anaviy tibobati bor. Ammo o'xshamaydi hammasi. Hammasining o'ziniki yashagan muhiti, yemek içmek odati, urf odati, ijtimoiy turmushi qatorliqlarning o'xshamasligiga asosan millatlarning an'anaviy tibobatimi, davolash usulimi, kasal tekshirib diagnoz qo'yish usuli, kasalliklarning oldini olish, yeydigan, yemaydigan, qiladigan, qilmaydigan ishlarning hammasi o'sha millatning yetildigan madaniyati va urf odatiga asosan tarqib bo'ladi. Endi taki mushu nima inqilobi kelguncha sanoat inqilobi boshlanganga qadar mushu men yuqorida degan an'anaviy tibobat har millatniki sog'lomlik ishlarini yoki mundaqcha aytsak sahiya xizmatining huddidan chiqib kelgan. Hem hozirmi kelyotdi hamda. Sanoat inqilobidan keyin kamisi o'tdi, bizim baka xasak o'tdi, tibobat bo'lmasa o'tdi, anda bo'lmadi. Yana shu odam atimizdan kelgan tibobat har millatning o'ttirishida hozirgacha davomlashib kelyotdi. Hem sahiya ishlarining hammasini qilammasimi bir qismini huddidan chiqyotdi. Hamda Uyg'ur tibobati bo'lsa, Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib 2500 yildan 4000 yillik tarixiga deb izohlaymiz. Hem onunla asasımız var. Mesela Hindistan'daki iklimla tezkirisi degan kitaptın bundan 2500 yıl yani miladiden 330 yıldan 365 yılgacha 375 yılgacha bo'lgan oralıkta tarım oymanlığında yaşayan G'ozbay degan bir kishiniki tarixi var ekan. O tarixni 2003 yılı Xalmat G'upur Ürümçi'de birinci katımlık Xalqaro Uyg'ur tibobat ilmiy muhokama yig'inida Ablat Abdurashid degan raisimizning ayoli Guzboston Timjongda bizga shu Timjongning maqolasi orqali
Ürümçide G'azbayning tarixini o'ttirib qo'ygan. Bu milatdan 500 yil ilgari o'tgan bir kishi 312 xil o'simlik dorilar qonusi degan kitobni yozgan. Bu kitobning mazmuni ma'lum, bu uzun bir tarix deganni o'tirib qo'ydi. Undan keyin biz o G'azbayni boshlab 2500 yillik tarixga ega deganimiz bu birisi. İkincisi insonlar nima? Uyg'urlar ko'p dinga e'tiqod qilgan. Bularni bu dinga e'tiqod qilgan vaqtida undan ilgirki shunda kasalliklarning oldini olish, davolash, saqlab saqlash haqidagi bilimlarni nimaga, qumushqa, chiriga, taxtayga yezib, butning oldida turgan idishga qo'yib qo'yganda buni ilohga nima qildik? İyanı qildik. Bunlar qilsak bizga savob bo'ladi degan hisobda. Bütün Uyg'urlar qilgan. Uni qilgandan keyin kasal bo'lgan odam kelib, butga cho'qingandan keyin idishdan bir taxtayni chiqartgan. Shunidan nima degan bo'lsa, shuni qiladi ekan. Agar kasalga udud qilib saqaysa, menga iloh rahmat qildi deydi ekan. Agar ig'irlab ketsa, faloni gunohim bo'lganlik uchun menga g'azab qildi deydi ekan. Bu ahvol necha yuz yillar davomlashgandan keyin uning oldidagi idishdagi shifoliq reseptlar ko'payibdi. Ko'paygandan keyin kasallik hep olganda uning to'g'ri chiqish nisbati tuvanlabdi. Tuvanlagandan keyin bu ko'pincha g'azab qilgan chiqib qolib, bu butun haqli yiroqlashib, tirik insonlardan masal suratga olish paydo bo'ldi endi. Munajjim deb lug'at var Uyg'ur tilida. Munajjim degan hamma ishni biladigan, ashundan so'rash orqali kasallikka shifo topadigan bo'lgandan keyin but bilan nima xalq bilan butxona o'tirishga munosabat yiroqlashib, shuning bilan buddistlar buni yaqinlashtirishning amali nima desa, shunday har xil narsalar hikmatlar. U xos tibobatning gapi ham emas. İctimai munosabatda, kishilik munosabatda, psixologiyada hamma sohada tizilgan butlarning vazifasi bor ekan. Hammasini oldidagi ejishda bu narsalar bor. Shuni ratlab kitob holatiga eklagan bir holat bor endi. Shu tarix bizning 2500 yillik tarixga yeni yozib ijod bo'lmagan. Hozir Abdush dedi oyna nima ijod bo'g'ilib bizning Uyg'urlar rizqi 2000 yildan oshdi. Biz shu G'azbayninki baydigan Durlar Qamusi degan kitobni Karishti yozig'ida yozilgan deb aniqlab chiqdik. Yine olimlar shuni bekitdi. Ham demak, bu shunday qilish orqali bu tibobatninki tarixi boshlanadi. Şunu biz 2500 yıldan 2000 yıllık tarihiga yazık ilimgini 2500 yıl ilinmagan vaqti 2000 yıldan ortiq deb izohlayapmiz. Mavo bizning Uyg'ur tilida haqida bermoqchi bo'lgan bir gap nimamda. İkincisi her millatniki an'anaviy tibobati bo'ladi degan mazmun. Mazmunda biz bilayotgani Adem atamızın kelgan insoniyat dunyosining sog'lomlik ishlariga yetakchilik qilayotgan bir tibobat. Hamma millatda bor. Endi nima bo'lib bu tibobat bizga kelib bizda bor, boshqa odamda yo'q yoki ojiz yoki mukammal emas degan savolga javob bermoqchiman ma'noda. Endi bizning Uyg'urlar şu Adem atamızdan kelgan tibobatni boshqa millatlarga o'xshash, dunyodagi millatlarga o'xshash ajdod avloddan avlodga yezib material qilish orqali yoki o'zining bola chaqalariga o'g'itish orqali shu g'ayb tibobat paydo bo'lgan sanoat inqilobidan boshlanib ekan o g'ayb tibobatining dunyoga kelishi toki 1940-yilga kelganda bütün dunyoga umumlashgan. Shu chaqda bizning Qashqardagi Angliya konsulxonasi fuqarolarga sut, shakar solgan sut taqitish orqali g'ayb tibobatini akirgan. O'sha g'ayb tibobat davomiman deb kelgan odamlarga xristian dinini taqatgan. Uni Abduqodir Domollan boshchiligidagi ziyolilar o'qib uni haydab chiqargan. U tarixni hammamiz bilamiz. Ammo nimishqa ular nimani g'ayb tibobat taqatgan shu vaqtda desa bizga yangi edi u. Shu vaqtda yangi bizning Sharq Turkistonga yangi kelgan vaqt edi. Ammo uning ichida din maqsad taqitish maqsadi bo'lganlikdan u yerda mag'lub bo'lgan. Ammo xalqimiz qabul qilgan. Unda qonunlikni qabul qilmas emas, uni qabul qilgan. Undan davolangan, bundan davolangan, hozir shunday qilyotdi.
Endi u ketgandan keyin bu 75-yilga kelgan vaqtida, 55-yilga kelgan vaqtida Xitoy hukumati bu nimani o'zininki Jungi tibobati, ya'ni Jungi tibobati, Jungu tibobati. Jungu tibobatini Jungi tibobati deb ataymiz. Jungu tibobati Jungu xalqining sog'lomlik ishlariga yetakchilik qilish kerak, uni taraqqiy qildirish kerak degan bir chaqiriqni o'tib qo'yib, shu chaqiriq chiqqandan keyin Uyg'ur tiblar taqab ketgan tiblar. Ya'ni 49-yildan keyin ular kapitalizm yo'liga manganlar, bu tibobat konuliq, alt konuliqning birisi shu degan qalpoqni kiygizib, unima sürgün qolgan. 55-yilga kelganda ilg'i siyosat chiqqandan keyin tiblar birlashib, bizmi Jungi tibobatining bir tarkibiy qismi desak o'zimizni. Ya'ni biz Uyg'ur tibobati degan gapni milliy tibobat deb o'zgartib, milliy tibobat bo'lsa Uyg'urlarninki Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi desak deb bu gapni o'tirib chiqqan. Shuninglar uni Xitoy hukumati ham ma'qul kelib, Uyg'ur tibobati yoki milliy tibobat desa, Jungi tibobatining ya Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi deb tanlagan. Shu sababdan bizning 78-yil 3-chi umumiy yig'indan ilgari chiqqan kitoblarimizning hammida, Uyg'ur kitoblarimizning hammida Yaşasın Mavcushi degan xatdan bilak hamma kitobda borda, o Mavcushi Yaşasın Mavcushi degan gap. Uning aslida milliy tibobatimiz, Uyg'urlarning milliy tibobati bo'lsa, Jungu tibobatining muhim tarkibiy qismi yoki Jungu tibobatining ayrilmas bir qismi yoki Jungi tibobatiningki ichidagi muhim tarkiblar mushu gapni o'zimiz Uyg'urcha kitobga yozdik. Taki bu 78-yilga 80-yilga desak bo'ladi. 80-yilgacha chiqqan kitobning hammida mayli tibobat kitobi bo'lsin, hammada mushu gap bor. Shu sababdan Xitoy hukumati bu tibobatni, Uyg'ur tibobatini, undan keyin Zangzu tibobati, Mo'ng'ul tibobati, Dayzu tibobati, to'rt tibobatni milliy tibobat deb atab, Jungi tibobatining muhim tarkibiy qismi deb Dunyo sahiyat tashkilotiga engeldiler. Şunu biz Uyg'ur tibobati deb to'g'ri kelsak chiqmaydi. Ammo Jungi tibobati deb kelib bo'lib, uning ichida kögünümüzde Uygur tibabeti, Zangzu tibabeti çıkıdı. Muşu sebepten endi bulaqlarında. Demek bir yerde biz şunda kılış arkalık, biz o tibler şunda desimi der, terakki kıldı demekçi ben. O aşı kalpakını kip durup, enindin ki Jungi tibabeti bergen imtiyazıdın. Onun bergen menfaatini iş arkalık, hazır halıtige geldi, hazır Uygurlar terakki kıldı demekçi. Hem de nerede yeni bir eskertip koykan gap ne desek, bütün dünya boyunca hemen milletin anane tibabeti bade. Bu tibabetler mesela, ne mi değil bunu? Manın üzerinde okup vereyim. Tarihten bir yan dünyanın her qaysı yerlerde her xil isimdeki anane tibabetler mevcut. Mesela Şarkı Asya'da Kore tibabeti, Xitayning Jungi tibabeti, Yaponiyaningki Kampo tibabeti, şunu o'xshash Hindistonda Yunan Ariveda tibabeti, Arab davlatlarida Arab tibabeti, Payg'ambar tibabeti, İran'da Sünnet tibabeti, Türkiye'de Osmanlı tibabeti, Anadolu tibabeti deganga o'xshash nomlar bilan atilib kelgan. Mushunun hammasi insanlar paydo bo'lgandan boshlab paydo bo'lgan yoki boshlangan ta hozirga qadar insonlarning sog'lomligi uchun xizmat qilayotgan tibobatning har xil atilishi bo'lib hisoblanadi. Endi mushuni biz to'g'ri yerda biz dunyoning hamma yeriga chekib ketdik Uyg'urlarni. Aşağıdaki tibobatning hammasi mushunda atilan yoki men hozir o'tirib qo'ymagan boshqa otlarda atalsimi shu yerda yashayotgan xalqning yerlik tibobati yoki an'anaviy babasidan kelgan, ajdodidan kelgan tibobatning eti shu. Endi biz nima bo'lib hozir dunyoning eng bujukida, ammo asli naslimizni aniqlasak, baya Abdush deme degandek, biz medeniyetni eng boldur qabul qilgan, eng boldur shaharlashgan, eng boldur medeniyetlik bir millet deb atalgan, davlat qurib boqqan hokimiyatlarimiz var bir millet. Hem de hazır kelganda bu tibobatni yana shu chog'dagina olib chiqdikmi desak, mushu bosh qadam
Sanoat inqilobidan keyin bularmi 1940 yildan keyin g'arb tibobati butun dunyoga hokimiyat o'rniga chiqqandek hammani besib tushgan bir meditsina ilmi barlıqqa kelgandan keyin endi uning kelishimi hammamiz bilamiz. Masalan, Abu Ali ibn Sina'ningki Al-Qanun Pittib 1850-yilgacha bütün dünyada meditsina maktablarının ali dersligi qilingan. O bütün dünya halkı biladi. Çünkü meditsina degan mu İbn Sina'dan chiqqan meditsina o. Demek an'anaviy tibobat asosida g'arb tibobati paydo bo'lgan. Endi g'arb tibobati paydo bo'lgandan keyin bütün dünya halkı o'zining an'anaviy tibobatini yoki necha ming yillik amaliy davlat tajribalar orqali yakunlagan oltinga belgisiz go'harni tashlayapti yoki kamsitdi, uni chekladi, uni o'ldirdi. Masalan, Turkiyada Tiyipni o'ldirayotgan tarix bor. Parxut bilan dengizga cho'ktirayotgan, uni shu Osmonlining keyingi bo'lgan ishlar u. Kitoblarni ko'ydagan ahvol bor. Bizdimi bor, ammo Mavdeg'ir. Bizninkini 49-yil 55-yilgacha bo'lag'li qo'yish. 55-yildan keyin bo'lmadi. Endi hozirgi kelgan chaqda Uyg'ur tibobati bütün dünyada desek bu diyor biz Hindistan'a bağlık en ali an'anaviy tibobat en taraqqiy qilgan. Bir necha qatim yig'in qatnashdik Uyg'ur tibobat tadqiqot vaqtnamidan. O'zbekistonga bordik, Pokistonga bordik, Saudiya Arabiston, Dubayga bordik. Hamma yerda tibobat bor, an'anaviy tibobat, ammo biznikiga yetmaydi. Biz borsak ularninki shunday ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashdik. Nihoyatda alqishga erishamiz, ham o'zi bizni hurmatlaydi. Sizlar ilg'or, siz bizning oldimizda deydi. Hatta 2003-yil Hamad G'upur xalqaro Uyg'ur tibobatchilik ilmiy muhokama yig'in ochganda 600'dan ortiq odam qatnashdi. Keyin 2500 odam qatnashdi, uning oxirgi yerlari kelganda. Shu yerga Irondan kelgan, ismini unutib qoldim. Ibn Sina Pella Akademisining boshliqi bir salli bilan qora peji kelgan bir odam. Yana birisi O'zbekistonninki nima? O'zbek Xalq tibobat akademisining bir odami. Ikkilan chiqib, oqidan biz Ibn Sina akademisi quribdimiz. Biz xalq tibobat markazi quribdimiz O'zbekistonda. Ammo men Urumchi, Xotan, Qashqar qatorliq yerlarga berib, mush Uyg'ur tibobatini ko'rgandan keyin, hozir mush yig'inda o'ltirganlar dokladni olgandan keyin men dunyoga shunday xitob qilmanki, Ibn Sina tibobatidan o'rganmoqchi bo'lgan odam Urumchiga kelsin dedi. O'zbekcha dedi. İran Pars tilida dedi, onu tercüme qilib turdik. Xitoychaga, inglizchaga tercüme qilib turdik. Hammamiz uni oldik. Biz uni rekord qilib ovozini Xotan gapirib o'quvchilarga cho'ng nimidan yangroq orqali qo'yatdik. Biz o'quvchilarning o'rganishiga zo'r nima bo'ldi. Qiziqish bo'ldi. Yani onun ümit bağladı, ümidi öfte degenge. Hem de ben demişka ma gapni aldı deyman desek, bizning bu nimimiz Tinimiz Uyg'ur tibobatiningki afzalligi va uning Uyg'ur madaniyatiga qo'shgan tuhfasi bo'lganlikdan bu mishaga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Endi bu demakchi bo'lganimiz Uyg'ur tibobatini 44-yilgacha yoki 49-yilgacha madrasalarda, masalan oliy bilim yurtlarida, xalq madrasalarida dars qilib kelgan. Masalan Qashqarda Sajadiya madrasasi Qarxonlar davridagi. Undan keyingi Qashqardagi xalq madrasa toki 1952-yilga kelganda bizning nima dedi? Mehmet Emin Damollarim deb Xotan Qarqashdan bir odam bor. Shu odam biz Qashqarda xalq madrasasida o'qigan, Etgarda yatqimiz vardı, Etgar masjidinin içinde. Endi bizni taqib etdi, şu vaqtida yer islohati oldu deb. Şu vaqtida yataklarımızda temip tutsak, Yusufbacım Qashqari deb, akimiz Yusufbacımning gelip deb, Yusufbacım Qashqari deb, Canan ko'chisi uyva bir tiyip adam barken, şu kelib, sizlar ketishdan burun 15-20 kun, bo'lsa 3 oy to'g'la, men sizlarga tibobat o'rgatib qo'yay. Tibobatdan azroq istiloh, yo'l elib, o'rganish usullarini elib, undan keyin o'zinglar kitob ko'rib, o'rgansangiz bo'ladi. Ammo 3 oy o'rganmay turib, uni o'rganmaslar, shunga ketmay qoladi. Chunki hozir bo'lsanglar, sizlar hech qanday kasb ahli bo'lmag'achqa,
bunun aldıda vahbi deyten, vahbi degene şu mescidinki, medreseninki terip onundan məhsulatını aşı vahbini manguzgan adam yaydıgan. Yerler onun hemen hükümet tartı aldı. Hem de yer yok. Okuğuçlarını o terimcilik işleri saatka işleri onu çekli etti. Medreseli takdir etti. Yeni alında talip olmaydı. Sizin müştebaben kımısanlı dinini setip yaydığı adam bu kalsı der. Canan Göçtü üyvaken şu yerde bize terbiyeligen, Mezanı tip degen bir kitapını, Parsi kitapını bizge ders kıp ügetken. Ben şunu şu yerde okup teyip boğan der. Bizim ustadem de o. Ben onu Paris'te okugan. Şuna degen. Hem de o tibabetine aşında üretken demek degenden ta ki 49. yılgıça medreselerde dini ulemalar bu tibabetini medreselerde ders kılıp üretken evlattan evlatga uzun balış kılıp üretken emini üretken andağandikin biz taşrif etmedik demek yani. Adem Aleyhisselam'dan kelgen tekrar tecrübeden ötken, sınavdan ötüp boğan, insaniyetin sağlamlığını saklaş, kesellikten aldığını eleş, hem davalaşta güher haletteki bir nersini taşvir etmeyi turuşka aşında adamlarımız bizge sebep boğan. Ama şu çağdan 50. yıldan kinki gelin değil, 23. yılı Türkiye'deki Osmanlı veren boğandan kin Osmanlı'da Uğdu teyipten 200'dan teyip bakayım ben materyali gördüm. Oğudun has burada askerlerine padişahın daval etken 200 teyip. Türkiye'nin hem şehirlerde şifahanlığı iken şu vakti da Osmanlı hakimiyeti yanlıştan ilgiri. Hemmisi anene itibabat daval etken. Hazır kadar üstümlük doğrular, meden doğrular, hayvan doğrularının kesel daval etken şifahanlılar yatakta yatkızıp. Hem de onundan kin bunu konulukta gayet tibabeti ilgar, mağur konulukta taşıp etip, hem de hala bugün gün gelgende 100 yıl öttü. Takatlam. 100 yıl ötkendikken biz Türkiye'ye çıksak, Türkiye'de biz vatandaki, mesela şorba dese, onunla yumgaz pisse baş köke. Yemiz o diyen Uygurlarının örf adeti de koyduk ona. Uygurlar örf adeti o diyen. İno dinkin kıyımlık tamak essek karmuç, çöçür essek pinne, polo isek ya hamse ya kıtık. Bu mesele aslında bu Uygur tibabetinin Uygur medeniyetine singen namayanısı iken. Bu aslında ilimken o. Biz bir yere çıkandayken bilmeyken adamını köygende onun dikini yardımımız geldi. Hazır bütün dünyada onda binasının ziyallık tesirge paylık nesini udulap Mao ziyankısı, Mao paydıkıttı, Mao ısıgısı, Mao sokakta deyitkan neyse yokken. Biz ona ilimlisan kılmadı kemmiye gördük. Nimba kendi sanla tem şitken onu. Onda içki kurulmanı, bedeninin sağlamlığını saklaş kesinlikle aldığını için tıkan dersi yok kalırdı. Bunatma Mao nimide Avrupa, Amerika tarafındaki ben tibabet teşvikatlarını anlatmaktım. Onun adımı ısık sokak yol kuruldu tıkan dersi yok. Ondan dersi mevcut demez. Könmeydi o kemiyede. Különmegen derside hiç kim nima qilmaydi o, itiraf qilmaymiz ekan. Endi Mao gapni men qisqartay. Bu tibabetning qadimgi zaman tarixida G'ozibayni, İslamiyet'in keyingisida Ibn Sina, Farabi, İmamuddin Qashqari qatorliq nurg'un ulamolarimiz o'tdi. Onun yaqin zaman tarixida Abdulhamid Yusuf Hacim, Abdulhamid Muhammad Axunum, Siraji Ahmad Hacim, Tudu Muhammad Axunum qatorliq nurg'un odamlar o'tdi. Mushid bizning ustozlarimiz, mana G'ozibay shu. Madem G'ozibay. G'ozibay miladın burunki 330'dan 350'si ötken, Hippokrat'ın devrinde ötken. Bunun hakkında biz Yonalda ağaç keptim, yere çıkmayısını köstemet kaptım. Yonalda muş adam tunuştuğun nurgun malumatlı var, delil ispatlı var. Şunun küreşten havalı kılımen. Demek biz İbn Sina'dan 1000 yıl burun vakti. Miladın ilgirki Uygurlarının tibabet başlayan vakti. Ama Uygur tibabetinden ki kendiki asas tap işkiye Xitayçıga jichu vivari o Lin Chuang vivari degen ma türge bölünüp kaldığı doğrusundaki malumat. Onundan keyin Mao onunki işçi mında çoğun 8 türge bölünüp kaldığı. Onundan keyin Mao hayat amilleri yine umuri tabiiye degen muş Uygur tibabetinin asas bilimlerini 7 çoğun türgü bilen, bunu tünügen ben herkese de efendimden soğan sualımda şunu ekserttirdim.
quyosh bilan mushu nimadagi atmosferadagi havo bilan inandagi dunyodagi 71% suv bilan ondan keyin 21% atrofidagi tuproq bilan insonning badanini bog'lab uni xilitlar orqali mizoj orqali munosabat masalasini bitaraf qilib choqini o'ng aylantirsimi bir yer ushitgan so'l aylantirsimi yana bir yer ushitgan yana dunyoning yaratilishi bilan insonning yaratilishi uning o'rtasidagi munosabat masalasini Uyg'ur tibobati sistemalik qoidlarlik darajada bayon qilganligi to'g'risida shu til ilmda hayotlik omillari ilmi deganda ma'lumot bor. Mening 5 minut vaqtim qolganligi uchun men o'tkazishga majbur. Ammo bu haqda men yeni bir narsa eskartib qo'ymoqchi, Uyg'ur tibobati, Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismimi desak, ha deytamadim. Butun Uyg'urlar deydi. Anda olsa Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo'lgandan keyin yozuvchilar, olimlar nimish Uyg'ur tibobatini 12 muqom bilan teng barobar o'rinda qo'yib yozmaydi desa qalab turdi. Demak, bu yerda buni tushunmaslik var, bilmaslik var. Uyg'ur bilib turib biz buni bilmaslik. Bu ma'o tabiiy fan qismi. Uyg'ur madaniyatining tabiiy fan qismi. San'atimiz olsa ijtimoiy fan qismi. Bu ikkisi ikkini qo'limizda ching tutish orqali Uyg'urniki madaniyat merosini qo'g'dab qilish tegishli deb qarayman men. Agar bilmaslik bo'lib qolsa, buni bildirish uchun hammaning bana sharoit yaratib berishini, meni qo'llashini kuchli talab qilma. Ondan keyin ma'o 4 cho'ng moddani, 3 cho'ng modda shu anda. 4 cho'ng moddani nima demakchi desak, quyosh demakchi. Quyosh jismlarni qizitadi, issiqlaymiz. Quritadi, qurutaymiz. Quyoshniki mizoji yoki tabiati qurg'isiq. Bunun binasını paydo qilsa, bug'doy qo'noqqa tushsa, meva-chevalarga tushsa, shu kunning nurini bakra qabul qilganni qurg'isiq deymiz. Uningda hech qanday mantiqsiz gap yo'q. Agar suvni biz ho'suvoq deymiz, suvninki tabiati yoki havoning tabiati shu biz yemoqchi bo'lgan narsaga o'ssa, ya'ni bakra qabul qilgan bo'lsa, suvning tabiati nima bo'lsa, biz suvni shu narsani ho'suvoq deymiz. Bu ma'naviy jihatga ta'siri. Buni biz kayfiyat ta'siri deb aytamiz. Bunun için hususiyet ta'sirida bir narsa var. Her qanday narsaning dunyodagi mizoji var. Qurg'isiq, o'lisiq, quruqsoq, ho'lsoq deb. Qurg'isiq deganimiz kunning o'rnida bakra qabul qilgan, uchninki, havoninki, suvninki, tuproqnikini ozroq qabul qilgan demakchi biz. Shu gapimiz uqtirmagan hozir. Ikkinchi ho'lsoq deymiz, ho'lsoq degan suvning xususiyat tabiatini bakra qabul qilgan, havo uchnikini aniq nisbatan ozroq qabul qilgan, shu ho'lsoq deymiz. Demek bir yerde mantıksız gap yok. Bu birisi. İkinci birisi onun içine kirgan. Mesela su orqali, havo orqali bir mayısının içine muşu 4 narsaning ta'siri bakroq o'tgan bo'lsa, biz shu qaysisining bakroq o'tgan bo'lsa, shunda dedik qamda. Shunda ma shu menda bo'ldi deb. Ammo uningdan bilak, uning tarkibiga o'tadi, ximiylik tarkibiga, tuzilishga. Ximiy tarkibiga men tushungan degan 112 xil ilmiyatning qaysi o'tgan bo'lsa, uni biz xususiyat deymiz. Tibobat tilda. Xususiyati degan moddiy ta'sir degan gap. Shunga har bir narsaning, biz yegan narsaning, ichgan narsaning, tug'an narsaning hammasining mizoji var. Uning mizoji kayfiyat tarafdan belgilanadi. Ma'naviy ta'sir tarafdan. Uning xususiyati demak, uning ichidagi tutib turgan ximiylik tarkib modda bilan ko'rgilib o'tgan tarafini belgilaydi. Hozirgi g'arb tibobati yoki modern tip degan hozirgi tibobat matrifini olib o'tib moddiy ta'sirini, onun ximiy tarkibiga asosan kasalni davolaymiz deydi o. Ama hozirgacha uddalab qo'yolmadik buni. Davomli sinab qildi. 100 yil yangi sinab qilimiz kasal azaymoqda yo'q, ko'payyotdi. Buni Turkiyaning ba'zi masalan Umid Aqtash degan professor doktori qarshi chiqdi. Nima Qartay xonim nima ismi? Janon Qartay. Uni qarshi chiqdi. Ma'ni tuzilma magiyatni va medisinada xato ketyotdi derlar. Bütün dünyada şu g'arib tibobat olimlari bunun xatoligini bilib qoldi. Xuddi odam maymundan bo'lgan degan gapni akilib, yeni bir universitet tushkicha uni qattiq besib tutgan bir mantiqlik bir nazariya chiqqicha hozircha shunda tug'ash tusin deganga o'xshashlar. Bu tibobatni 92-yili bütün dünya medisina olimlari Beijingga yig'ilib Beijing xitobnomasini e'lon qildi. Beijing xitobnomasining mazmuni nima desanglar?
Hazır insaniyet dünyasınınki sağlamlık işleri anevi tibaretlikке muhtaç degen kitapname. Bütün dünyanın, has Amerika'nın, Avrupa'nın emas, bütün dünya halkının bunun gibi sağlamlık işleri anevi tibaretlikке muhtaç dedi. Demek bu 100 yıl yankısı Adem sınıfı, hayvan sınıfı ötküzep bu sınavdan çıkılamıdık. Mesela ötken gidek 1912 yılı Xotan'da boğan ağırçılak jiga bir neçim 100 bin adamın jini kızamın boğan. 82 yılı Xotan Janubi Şinjan'da çıkan jiga keselligi, yuqumluq jiga keseli. Onun dinkin SARS, bu zukam kuşluğu me, bu kıtın çıkan koronavirüsü, muşu katarlık keselliklerge doktorlar bütün dünya boyunca amansız kaldık o, biz çaresiz kaldık dedik o. Şunda degan vaqtda biz bir şeyde şu bütün öpke keselliklerge, nefes yolu keselliklerge payda kılgan zupa şehirdi. Loku sepstan, loku badam, loku sual, katarlık şerbetlerini yasak, tüyükler, biz takattık. Özbekistan'a verdik, yatakta yatkızıp tüp kesenler berde. Hemmesi, hatta bazı mekteplerde, Türkiye'deki, aldın eliş için işletti onu. Şu doğrunu işletti. Hemmesi gül çiçek, ot çöp doğrulardan biz yettuğan nerselerden. Bizim o doğrunlarımız, 700 yıldan artık ösümlük doğru var. Hazır işletetken. Onun hemmesi ne ise, bu doğrunun içkenden ki insanın bedenindeki yemek içmekten bir derece yukarı. Buna oylap baksak, yigil utkun ne? Say. Meyve, o bu dep yerlik biz, insaniyet dünyası. Bunda ise açık, təmi purakla yakşamaz, təmi yakşamaz. Adamın köğünü abdan kötəməyi tıkalları mağ. Yemek tıkamazken de ağırtılık. Ağır tıkan ne? Biz doğru değilikken. Ben onu inçki tatbik baktım. Mesela buğday konak guruşluğunu yeğenimiz bilen yine aşımda dallı veyken biz yemek tıkan. Belki turup da yeğenimiz bilen onu okşay tıkan diyekin anında təmi yakşamazları veyken. Biz ancak doğru değilkenimiz o. Demekten bir derece yokurken o. Muşunu biz sağlamlık işleri işlersek, bizim bedenimizi, aşının bedeninde mi, aşı yüzümlükünün bedeninde mi, 108-109 ilminat var, bizim gedin var. Aşının tenşise, insan aslında saklı o, kiselemez o. Miyade bir kançısı var, demde onu, umdalam köz bayım. Halit nazarı ise, bu halit aşı, adam bedendeki kan suyuluğunu közdü o. Azalar talimatı da reis aza, hadimi aza, gayri hadimi aza da azalarını üçkü bilimez. Onu köstü da. Onun diken ruh degen nersi var, can, hazırlıkta. Onun diken kuvvet var, enerjiye, yemek içmek falan. Onun diken Allah fizyolojiye. Muşu pelle uygur tıbabetten, ansaklıkla kesellik sebepleri deyimiz. Ma kesel tekşürüş, kesellik diyagnoz koş, usulümüz var, karab tekşürüş, tutup tekşürüş, sorap tekşürüş degen tekşürüşler. Koşumcu tekşürüşlerimi bazı kırıntıgen hemen kubul kılalayımız. Demek bir yerde diagnoz usulümüz bu şimdi, tiyiplerimiz aşıyor. Onun dikin saklaş ilmi edip bu ilmimiz var. Bunun da adamın ruhine, yemek içmekine, hareketine, onu da uyku oygaksına, onun için mavi çıkarıp taşlaş. Kavziyat olap kalmazsak seyip duruş, terletiş, kumgu kümüş, katarlık, burmacı sağlamlık nesillerimiz var. Onu tunuşturmak gibi. Onun dikin davalaş usullerimiz var mesela. Ruhi davalaş var, yemek içmek bilen davalaş var, duru bilen davalaş var, kol emedi bilen davalaş var. Bunun türlü aşı. Demek bir yerde burmunca nesile anındaki ham doğru baylıkımız, 700 yıldan artık doğrunu işletimiz, o talep yapıldı. Pişik doğrular ilmede 130 yıldan artık GMP ölçümünden etken doğrularımız bazı ağızlarını keselini davalavatı da. Mağu Uygur Ticaret Ali Teknikum mektebimiz var. Biz bu vaxtı 2000'den artık okucu veydi. Hazır 5000 okucu olap demdi. Ben bu 5000 okucu olduğunu fakat kan davalap bu Xitay emdi bunu avutkan to dep uylusam bunun da nemi iken bu tibabetini 2017 yılda Uygur tilini çekilgenden başlap, Uygur yazıkını, Xitay hükümeti Uygur tibabeti degen gapni el ötüp demdi. Uygur degen gapni el ötüp, milli tibabet degili. Milli tibabet dep, şu atavatı da, hatta mağu mektepnin ağı dervazı, bizim ben işleydiğen mektep şu de. Dervazını İsmail Ahmet tasdiqlab bergan onun sangidan o'tgan o'z vaqtida. Buni hozir yiqib o'tib boshqa qip-qizil men Urumchidagi nima o'tir maktabning darvozasida bir qilib qolibdi. Men uni ko'rdim. Shu mayaga munda chiqib maninga nima qilinglar dedim hamda. Ama ondan keyin bizning kitoblarimiz var. Uyg'ur tibobat dars kitoblar. Birinchi avlod 14 kitob.
İkinci avlat 29 kitap, hemisi Uygurca. Ondan keyin o tadqiqotlarimiz var, 30'un artıq tadqiqot kasalni Xalmat G'opur maxsus davolash 600 betdan ortiq. Her bir kitapga kasalga 600 betdan ortiq material yozib nashr qilishga boshlagan. Undan manba vaqti 700 chiqib bo'lgan, biz uni qatnashgan ismim bor meni ma'noda. Ondan keyin klassik eserlerimiz var. Mesela şu G'azibaydan başlap ta ki şu Tudmahmud Axunum, Ruzmahmud Axunum, Ruzuvat Qajim qatorliqlarningki yozgan kitaplarni klassik eser deb mushlar chiqargan. O chiqib bo'lgan kitaplar, ma'lum şu. Ondan keyin qomus chiqardik. Uyg'ur tibobat qomusi, ensiklopediya Uyg'ur tibobatdan. Ondan keyin ilmiy jurnallarimiz var. Uyg'ur o'rganishdan chiqadigan jurnal. Ma'asligi Xotan Uyg'ur tibobat oliy taqdimda chiqilgan. Uyg'ur tibobat doktorxonasi yana 800 karvatlik 100% Uyg'ur tibobat dorilarini davolaydigan doktorxona uning chiqarilishi. Ondan keyin Maya kelgandan keyin Ankara Kızılca Hammam'da biz 6 qavatlik 8700 kvadrat metrlik A binanı salmoqchi bo'lib, Qashqa, Oqsu, Kucha, Ko'rlidan mablag'chilik qilib, mablag' silib ana boshlagan. A holati bitmagan holatda shu. Bitganda anda olmoqchi, bitmagan holatda hozirmi qad ko'tarib turdi. Qizilcha Hammamga borganimda bir sayohat ko'tarib kelsak bo'ladi. U yatirimchilar pul elimizde ketib çıkılmay kaldı. O aşıdan şehir başlıkları, meblağçılar, o tutmakçı olan doktorxanamızdan çıktı. Ben şunu çıkan aslında, o iş mağlup olgandan keyin kelip, İstanbul'da Uyghur Tibobat tadqiqot vaqfisini qurdum. Ondan keyin o vaqfning nomida biz jurnal chiqardik. O'quvchi tarbiyaladik. Hozir 10 qarordan ortiq o'quvchi tarbiyalab bo'ldik. Bizning jurnallarimiz ilmiy jurnal, Uyghur Tibobati ilmiy jurnali. Ondan keyin xolos qilganda hamda bu tibobat bek taraqqiy qildi. Ammo taraqqiy qilishda biz Uyg'ur tibobati emas, Cumhuriyet tibobatining muhim tarkibiy qismi deganligimiz uchun Xitoy hukumati mablag' solib taraqqiy qildi. Endi hozir milliy tibobatni o'zgartib maktabga Xitoycha dars o'tang degandan keyin Xitoy o'quvchilari keldi. Endi hozir yerda umid qolmadim. Buni saqlab qolgan, hali tunigan ma'vo nimeniki gapini deblaman chiqib ketadi yerdan. Bizim Arkan Sadiq'ninki tuniga o'qigan maqolasida menga bir gap ta'sir qildi. Millat madaniyatni vujudga keltirmasdan madaniyat millat vujudga keltirdi degan. Endi hozir madaniyat millatni vujudga keltirdi, Jumhur madaniyatini degan chaqiriq asosan bo'ldimi? O'quvchimizning soni 5000 ga chiqibdi. O'quvchi yana 5000 bo'lish uchun yilda 1000 dan ortiq o'quvchi olganda bizning maktab 4 yillik maktab. Endan keyin bu o'quvchi soni ko'paygan bo'ldi. Demak, o'quvchi soni hasilab ko'paytirildi bu bir. Ikkinchi, butun yeza bozorlarga milliy tibobat doktorxonasi qurdi. Qurishning vazifasini tushirdi bu raqamni. Birinchi oyda, bu yil birinchi oyda. Yana 84 noyimizniki hammasini yeza bozorlarga milliy tibobat doktorxonasi quriladi dedi. Endi uningga bu milliy tibobat, Cumhuriyet tibobati, Uyg'ur tibobati, Zanzibar xos kasb o'tadigan gap hamda. Endan keyin yaqinda, shu 8-oyning oxirida deyman, Erkin Asa radiosidan meni ziyorat qilib biz telefon etgan, men diqqat qildim ondan keyin Urumchiga g'oyat zo'r mablag' solib tibobatchilik durzavt qurdi. Bu durzavtida 400 dan ortiq odam ishlaydigan mancha million quta har mancha million quta majun, mancha million quta sharbat ishlab chiqaradigan bir holat. 5 yillik plan bu. Endi mushundan hammalarning diqqati cheklasa o'ti, men vaqt munosabati bilan ma'lumotni ortib soldim. Hammalarga rahmat. Sizga ishga vaqtni beraylik bir soat. Mutallib Ali hacimning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bu leksiyaningki so'zlab tugatilishi uchun va bizningmi anglab qilishimiz uchun yarim soat vaqt ozlik qildi ekan. Mayli teminingki cho'nqurligi bo'lsin, tayyorlangan materiallarningki kengligidan bo'lsin. Shunga ishtirokchilarimizningki kitobdan maqolani o'qishni tavsiya qilaman. Erkin kam degandek bir fursat bo'lsa maxsus bu to'g'risida
bir maxsus leksiya, maxsus muhokama yig'ini o'rinlashtirsak, texmo yaxshi bo'lgudek. Ko'pdan ko'p rahmat. Men bu Uyg'ur tibobatininki utuqlaridan Mutallib hojimga o'xshash va boshqa Xalmurod G'ofurga o'xshash buning uchun ajr so'ndirgan kishilarninki tuhfalaridan haqiqatan ta'sirlandim. Ham hozir bu natijalarninki qo'ldan ketayotganligidan haqiqatan afsuslandim. Endi navbatda bizga Gulnaz Abduqodir xonim so'zlab berdi. Tema diasporadagi Uyg'urlarning igilik tiklash proseslari haqida izlanish. Marhamat. Okay. Assalamu alaikum. Bugünkü menimki sözleydiğen timim diasporadaki Uygurlarınki ilgilik tiklaş pürsütü hakkında izleniş. Bunu erken efendim sözler biranda 3. ayda degen şununla özgertip tayarlıq qılğan timimdi. Aldı da başqa bir Amerikada sözler bilan bunda təklif qılmam vaxtım çıxmay slaydını tayarlab qoyub tügütəmdim. Məyədə başdan başlab biray.
Bu manında mağnıdı. Anında mıngıp, manında mağnıdı. Mağnı kısam bolgan şeyde. Mağnı kısam anında mıngıp, manında mağnıdı. Manında karan. Ne biz Ha, okey. Manında karan temsiliyim. Anladım, gerek yok. Bu kriz sözü ilgilikleşinki muhimliği hem de maliye başkuruş özümüzünki ilgilikninki maliye başkuruşu bunun kırgan kırımlarınki bulan tepsili işçiге kırıp sözümey ben şu mağızgıl kırıktay çünkü vaktimiz kan boğallığıdın ben vaktimni baş sınıfını em koyday aldı bilen wow. Tünögünmüş taqılıp yaxşı boğandı. Ben hem özüm şu meblağ siliş kasbida nurgun yıllar işlegen boğandıkin 20-30 neçe yıl. Muştun qolu Beşadullah Mağızılla başlap ketay. Baylık toplaş ve baylık teraqqiyat tarpida qandaq muşna yoşurun kırım menbaları var. Qaysi taraflardan biz izleshimiz gerek. Birinciden muşma işlep doğan aksiya bazarda stock exchange deymiz. Bu yerda 10 neçe minglığan, 20 neçe minglığan o'xshamagan maliye quralları var. Bunun hamisiga biz mablag' qo'ysak bo'ldi. Pay, chek, zayımlar, her xil fondlar, pensiya pullari degandek. Bulardan kirgan kirimlar bo'lsa, daromadlar kirdi, o'sim pullar kirdi, mablag' sog'anninki, mablag'ninki o'sishi, ular kirdi. Undan boshqa nurg'un muomala apparatlari bor. Bunaydı inçiklep hesaplap kelgen çağda özünüzünki ziyanlıqqa, xatarlikka bardoshlik berishingizga bağlanğan, o'xshamagan mablag' qo'yish asboblar bor. Ondan bizningki yer mulk, uy mulklar mablag' silish, uylarni ijaraga berib ondan yeni uylarni, ziminlarni ichib yeni uy elib silish, bularga cho'ngroq mablag'lar ketadi. Ya bu konuylarni elib, ularni yasab setib, ulardan chiqqan kirimlar, eglik tiklashdan kirgan daromadlar, undan kirgan foydalar degandek bularni hammamiz undan bilamiz.
nurgullarımız şu sahada işlewatgan, jahandaçılık kılatgan, andan ma'rifqa mablag' salgan chagda qandaq bilimlerimizin emas, kirimlerimizni, baylıklarımızı östürganni, okumaganlar bilen okuganlarnınki işleyen şirketlerdeki kirimlerine okuşmaganlığını, bununki muhimligini umdan bilimiz. Ama men iznip kögen chagda biz Uygurlarda kam yeri pasif kirim iqimla. Bu taraftan aitli kam kemizde. Bu qaysilan öz işiga aldı degen chagda şu bizdinki bilim mülk hukukunu setip muşundan qandaq kirimlarni tepish to'g'risida bizning Uyg'urlar ichida kam ekan. Bundan bir necha taraflarni o'z oldiga oladi. Bunda masalan kitap yazib, kitaplarni setish, masalan Amazonga qo'yib qo'ysak KDP degan suplar bor. Undan boshqa musiqa ishlab, bunu nimaga aldırıp, lisans qilib, kinishkalashtirib, bunu Spotify, iTunes, Music Library degan ashtaq suplar bor. Bu yerga qo'ysak, musiqangiz har bir qitim setilganda, ya har bir qitim qo'yilgan chaqda, buningga sizga haq kiradi. Bu haq ashtaq royalty deymiz, inglizchada, uyg'urchada izin baxsam muvafiq bir gap topamadım, setish haqida deb turay. Andan fotograf, har xil san'at buyumlar o'zingiz yasagan, bularning hammasini shundaq lisans qilib ep qo'ysangiz, buning sotadigan supulari bor, masalan, Shutterstock, Adobe Stock degan joylarda qo'ysangiz munosabatlik shundaq suplarga, ijtimoiy to'plarga kirib, tizimga aldırıp, kinishkisini elib, bulardan kirim kirgizish mumkin. Andan o'zingizningki masalan kashfiyotlaringiz bo'lsa, ijod qilgan bir ishlarni ijod qilgan bo'lsangiz, bularningki shundaq lisansini elib, bulardan cho'ng kompaniyalarga, shirkatlarga setib berib, nurg'un pullarni topqani bo'ldi. Ikkinchidan pasif kirimninki ikkinchi mablag' source buningki shaxlab setish, shaxlatib setish degan qandaq desanglar, masalan bir mashhur kompaniyaninki nimalar shunaqa mahsulotlari bo'lsa, masalan shuningdan ijozatnoma elib, shuni shaxlatib setib, buningdan nurg'un pullarni topqani bo'ldi ekanda. Masalan buningdami bizningki Virginiyadan keldim dedim tunugun sizlarga. Shu Virginiyadan bizning Uyg'urlardami bor, burun bir hemşerimiz var, oshxona ichib yaxshi kirimlarni qilayotgan. Keyin bu balning anglisi xeyli yaxshi. O'zi tijorat qilgan xeyli kallasi bor, yaxshi. Mushu Nestle degan xalqaro tanilgan bir yemak-ichmak shirkati bor, Switzerlandniki. Mushinki mushtaq shaxlatib setish ijozatnomasini elib, O'rta Osiyada, O'zbekiston, Qozog'iston shu taraflarda shularningki mahsulotlarini setib yutibdi hozir. Burun necha oshxonalarni ichib, xeyli yaxshi kirimlari undan ketyapti. Endi maosh kirgandan keyin yana necha daraja kirimlari o'sib, texmo turmushlari yaxshi bo'lib ketibdi-da. Shuning uchun biz biznes qilgan chog'da har xil yo'llar bor. Uyg'urlarning ichida oshxona ichish, do'kon ichishlar jiqaroq ekan. Bundaq ishlarda biz sal kamroq ekanmiz-da, shularda izlanishimiz kerak ekan. Bunda yoshirun qandaq kirimlar bor. Buni bir shaxlab setishningki bir tarbi. Andan boshqa licensing deymiz, shuni ijozatnoma kinishga ep qo'yish. Masalan, sizningki bir nimani ijod qildigan ideyangiz bo'lsa, bundaq bir nimani qila olayman deb, shuningki yasab tuzib chiqib, shuninkini lisansini, kinishkasini ep qo'yish kerak-da. Undan keyin shuni ishlab chiqaradigan bir zavodlarni, korxonalarni tepib, shularga shu lisansingizni setib bersiz, ular ishlab chiqaradigan. Unga nurg'un kirimlar, nurg'un pullar keldi. Undan keyin har bir qitim
maqsad setilgancha da sizge pasif müştaq kirim iqimleri kirip durur damlıq özünüz işlemirsiniz mi? Bundaqla endi aldı boyunca siz azraq vaqt, aql işletirsiniz, qilasiz, şunu qilib chiqargandan keyin hayatınız oңайрақ болды да, müştaq kirimler yaxtın, azdan oxşamagan kichik çoğun eriqlardan kirimler iqib tursa, vaqtida davamlıq turmuşunuz, maliye turmuşunuz, muqimliq yaxshi bo'lib o'tadi. And then yumuşak detal license ya, bunun icazı eliş. Bunun da mı ya bu atıda şu toprak yapaksı ya. Yumuşak detaldan license eliş. Bunun da mesela yumuşak detallarını özünüz layihəlab yezip çıkarsınız, bunu da məştəqlaysınız, kinişiklərinizlə aldırıb qoysunuz, bulanım üçün şirkətlərə setib əlsiniz, nurgun pullar buldu. Bunu biz, mən tuğan Virginia'da, bizim Uyğurlar içindən qıldı bunu mu? Mesela bir Uyğur braderimiz özüdə işləvatqan 5-6'sı, şundaq bir yumuşaq dedalını icad qılıb, bunu Amazon'a setib əldi. Ularga nurgun pullar geldi de, ondan başqa, yani şu grup icad qilgan ballarını qo'shiblam Amazonga ish qilib, ularga shundaq shukur maash bilan ishiladi hozir. Burun o'zlari maktabda ishlatdi. Shuning o'xshash yosh bolalarimiz bo'libmi, shu elektrlik kompyuter jahonida, hozirgi zamonida shularni aytdi muhim nimaga qo'yib hayotiga. Andın bunu qandaq license qilib, qandaq setib pul qilish o'ziniki shu bilim haqqini, bilim mulkini pulga aylantirishni muhim bir ish. Yana birisi alayida ijozatnoma deymiz, uni franchise. O'zingizniki masalan alayida maqsadingiz bo'lsa, ya bo'lmasa markalarınız olsa, ya simbollarınız olsa yasab chiqqan, dаңlıq bo'lsa Uyg'urlarnikida, bularni agar boshqalar ishlatib, men seninki shu markangni boshqa bir yerdan bir tijorat boshlayman desa, shuni agar siz license qo'ygan bo'lsangizda, kinchki og'iz olgan bo'lsangiz, uni bir muncha pulga sotgan bo'ldi. Masalan, McDonald's namlar bilasizlar dunyo bo'yicha. Hozir McDonald'ninki shu M degan şu simbolsini elib, şunun aslında biznes qilish uchun 45 ming simbolsini ishiltish, 45 ming dollar. Lekin McDonald's o'zi ichish uchun cho'ng kichikligiga qarab 1 million 300 mingdan 2 million 300 minggacha o'xshamagan o'rinni qayoqda ochqiningiz cho'ng kichikligiga qarab. Shuning uchun shu dаңlıq simbollar bo'lsa, dаңlıq markalar bo'lsa, shu o'zlar bir muncha pulga yaraydi. Lekin har bir odam ochganda shundaq pullar kirib kelaveradi sizga yoqdan. Chun passiv kirimlar mushtarablarda yana bir nurg'unlar bor, men mushtarabnilar so'zlab turay hozircha. Undan boshqa Marıqqa, muharatga mablag'larni silish, taraqqiyot qilishtirishda, bundan o'zimizningki iqtisodimizningki yuqori ko'tarishi, yuqori maoshlarni elishi, bularni hammamizga ayin, buni bak cho'nqur so'zlab ketmay, abay qisdilqi cryptocurrency bor, yana shaxsiylarga pul qarz berib turib, pul tepish, andaq konsulting qilish, to'g'ri dars o'tish degandek har xil qo'shimcha, o'zingizning xizmatidan boshqa yana qo'shimcha qiladigan yoshirin kirimlar yo'llari. Bularni hammasi o'ylashga to'g'ri keldi. Mayada bir necha misolni so'zlab beray. Endi Uyg'urlarning diasporadim shu Uyg'urda nurg'un bizneslar bor ekan, bizniki shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofida aniqlab ko'rsam, bu yerda nurg'un bizneslar buning ichida eksport, import qiladigan, qurilish, kabinet yasaydigan, to'p setish, raqam bazasi, gul do'kon, to'ylarni, zallarni lohiyalash,
maşin icra beriş, maşinlarni yasaş, qatnaş yollarga munozimat qilish, uy ko'chish kompaniyasi, Airbnb qilish, yasli echish, maktab echish degandek ish qilib har xil bizneslar bor ekan shu yerda. Endi qanchalik odam bor biz tarafda bilmayman. Umumiy sani. Bundan men ikki misolni ikki shirkat bilan gaplashib ko'rdim. Birinchi bo'lsa Mimis Uyg'ur restoran, Uyg'ur food degan bir Uyg'ur restoran Fairfax turgan. Bu kishilar er-xotin ikkisi 35 yosh atrofidagi yoshlar. Bularning 4 o'g'li bor, hammasi 10 yoshdan tuvan bolalari. Yo'ldosh bo'lsa o'zi üniversitede o'qib, computer science o'qigan, cho'ng shirkatda 100 necha minglik maosh oldi, undan maosh oldi. Undan boshqa, ya'ni o'zining qo'shimcha biznesi var. O biznesiyle uylarni yasab setish biznesi. Yo'ldoshniki. Ayolninki uy mulklarini sotadigan laysensi var. Knishkasi, ijozatnomasi. Uy mulklarini sota oladi. Undan boshqa bu ayolninki oshpazlik qilish, tamoq qilishga bir oshiqligi bor ekanda, muhabbati. Shuning uchun bular birinchidan Uyg'urlarninki madaniyatini tamomlarini ko'rsatib, shu boshqa millatlarga tanishtiramiz deb. Ikkinchidan o'zininki iqtisodni yana bir yuqori ko'taramiz degan nishon qilib, shu yerda bu biznesni boshlaydi ekan. Boshlangan vaqti 2019-yil. Bular boshlashi bilan Lakhovaga boshlanib ketib, nurg'un yaxshi mengayotgan restoranlarni etilib ketdi vaqtlarda. Bular nurg'un qiyinchiliklarni beshdan kechirib, yo'ldoshningki computer science o'qiganligidan shu raqamlik bozorni ching tutib, to'g'ri nimalarni qilib, tashviqlarni qilib, shu tarafdan ular ustib chiqib, biznesni nurg'un yaxshi mengayotgan bizneslar restoran etilib ketgan vaqtda mushular ip minib ketdi. Hozirgacha shunday yaxshi mengayotdi-da. Yaxshi mengib, o'zininki Uyg'urlarning madaniyatini haqlarga tanishtirdi. O'zininki iqtisodimi yuqori ko'tarildi. Hozir shu Virginiyada yaxshi rayonda uylarni ilib, bolalarni yaxshi maktablarga berib o'qityapti. Shuning uchun ikkili nishoni amalga oshdi degan gapda. O'zininki tirishchanligi bog'liq. Biri ikki ayol ikkisi 4 biznes qiladi, 4 ishni qilib. İkinci misalim, bularni shu bizning Virginiyada, Northern Virginiyada, bularni shu 35 yosh atrofidagi ayollar. Bularning 4 qizi bor. Hammasi balog'i boy bular. Bularning 4 qizi bor, ularning 4 o'g'li bor degandek. Bularni bu balimi kompyuterda o'qigan. Bu cho'ng shirkatlarda 100 necha ming maoshni olib, undan ishlayotgan bola. Keyin qarasam, shu nurg'un Uyg'ur yoshlar burun vatanda o'qib kelgan, ijtimoiy fanda o'qigan, xizmat topolmay, maosh tuvan, pizza to'shib, xat to'shib yurgan bolalarni mushlarning bir 100 necha minglik xizmatlarga o'rlashtirib qo'yaylik deb, organizasiya masalasi bular bir maktab ichib kompyuter qilgan. Bularni 19-yil boshlab kelib, Covidning oldida. Bularni nurg'unligan qiyinchiliklarni beshdan o'tkazib, bolalarni to'g'ri o'qitib, birdan-bir o'qitib, sinflarda o'qitib degandek, maktab bitigan bolalarga ishni birishga maslahat berib, tarjimonini yezishga yordam qilib, ishga chiqib bo'lgandan keyin xizmat vaqtida qiyinchiliklarga yordam qilib, qanday xizmat to'g'risida kompyuterlarni yezish to'g'risida. Bularni shu 5 yil jarayonida 400 o'quvchini tarbiyalab chiqibdi. 400'ninki 90% maktab bitirib, o'rta hisobda 120 mingdan maoshliq xizmatlarga o'rishibdi-da. Bularning maqsadi boshqalarni shunday yuqoriroq maoshli xizmatlarga o'rlashtirish, birinchidan, ikkinchidan o'zininki o'z burun 120 minglik xizmat maosh olgan bo'lsa, hozir undan nechasi yuqori maosh olyapti-da. 4 bolasini yaxshi beqib, uylarni yaxshi nima qilib,
xizmatları yaxshi ketyapti, turmushlarimni burunqidan nechasi yuqorlandi. Hozir hamda bu kompyuterdami naytdi yeniliklar jiq paydo bo'lib turdi. Kompyuter o'qigan bolalarimiz biladi. Uning davomli o'rganadigan odam o'rganib turish kerak. O'zi o'rganib turish kerak-da boshqa o'tish uchun. Shuning uchun bularni shuna davomli o'rgatib, bolalarni yana hozir ishlar o'rlashtirdi. Men 3-oyda bular bilan gaplashgan chog'da 3-oyda ular shu 3 oyda 20 xizmat talab kelibdi bolalarga, o'qigan maktab bitigan bolalarga. Bular hozir shu davomlashtiryapti. Bu ikkisi bo'lsa, bizningki shu Uyg'urlarning ichida nurg'un bulardan jiq g'arblarni qozongan boshqa tijoratlar bor. Men bu ikkisini misol qilib so'zildim. Andın biz şu Yahudi cemiyetinden uygunduğun nurgun taraflarımız varken bunun izinip görüp ben 3 xil tarafını uygunduğunu bayqadım da 3 tarafından uygunduğunu. Birinci bolsa şu bulanınki İlgilik tiklashda bu Yahudi cemaatinin ki bizim uygunduğun bir neçe tarafları. Bular bu ilgilik tiklashdan burun bazarning fursatini nayt inchga aniqlaydi ki qandaq fursatlar bor. İşimini başlamasdan turib da bizga qandaq fursatlar bor, qandaq qilsak qaysi biznesda yo'l ochalaymiz, qaysi biznesda pul topamiz deb. İkinciden bular nayt inchga shu o'z ziyonini hisoblab chiqadi ekan. Tekrar hesaplaydı ekanda, agar bunda qarisiqlar tavakkul qilmay hesaplagan riskini hesaplagan ziyonini agar men hammamiz bir igilik tiklab boshlaymisak pul topamiz, boy bo'lamiz deb boshlaymiz, yana hech qaysimiz igilik tiklab kambag'al bo'lamiz demaymiz-da, shundoq deyapman. Bular agar mushu men degandek bo'lmay qolsa, mangmay qolsa, qanchalik ziyonga bardoshlik bera olayman? Bunchalik ziyon bo'lsa, o'rilib ketamdim, yana shu ziyonni to'lab, yana boshqadan mang'alaydigan madorim bormi yo'qmi deganni shuni aytdi, inchga hisoblaydi ekan. Uchinchidan shu yangilik yaratishga moslashish, ham yaratish. Shularga yangiliklarga qanday ergashish. Biz Uyg'urlarni bu tarafdan o'rgangan tartibimiz bularniki nima uchun shunday keng sohada bular g'arblarni qo'lga keltirdi, muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi degan chog'da shu moslashish, texnologiyaga moslashish jonlig'i kuchli. Ikkinchidan shu o'zgarib turgan bozorning o'zgarishchanligini cho'nqur tushunganligi. Yomon mekanik bo'lib bir xil mangmayman emas. Bu bozor davomli o'zgarib turishni qanday moslashish, texnologiya davomli o'zgarib turdi qanday moslashish, shularni qanday o'rganish, o'sha ikki tarafni aytdi ta'kidlaydi ekan bu igilik tiklash jihatda. Ikkinchidan bularningki shu maliyaga nait ahamiyat berish bularningki madaniyatiga singib ketgan ekanda, cho'qim shu maliya muharratni taraqqiyot qilishda cho'ng mablag'larni soldi ekan. Buningda bilimningki roli, biz o'rgangan tarafi, bilimningki roli faqat bir odamningki iqtisodini ko'tarib qolmay, masalan men magistrlik unvonim bo'lgan bo'lsa, doktorlik olsam, meningki kirimim ishlayotgan shirkatdan bir daraja o'sdi. Faqat menlar uchun emas, butun shu jamoatni teng taraqqiy qilishga nayt muhim rol va ahamiyat va deb ko'rdik. Masalan, bizningki Virginiyada deylik 10 ming Uyg'ur bo'lsa, 10 ming Uyg'urningki
80% magistrlik ünvan olsa bu qandaq bir cemaat buludu. Bularınki fikir yürüyüşleri, göz qarashları qandaq boldu, özü oylap bakın. Eğer bu cemaat, onun cemaatinin 80% başlangıç oturup hep okuyan olsa, ya ismini tüzək yazan olsa, bularınki göz qarashları qandaq boldu işlağa. Şunun için okuş, mağrıpqa məbləğ siliş, özünü yaxşı emas, bütün o cemaatini özünüzden öpçürdük ki. Bırak ipmin iş. Şunun için bir adamınki məsuliyyətçilik emas, həmmimizinki məsuliyyətçiliği dep düşünsək bolduqanda, joyuşlarınki müşünümüzü qarab ağan savaqlıqdın. Üçüncü tərəfi bize gündüğün tərəf, mən bayqıqalları, inçke, uzun modellik planlaş. Bularmış planlık iş qilish, inçki plan tüzüş, bularning medeniyeti sınıp ketkenken. Bunda qilganning sebebi birinciden maliyani muqimlashtirish, yaxshi plan tuzsa. İkinciden muşu cemaatni taraq qilish. Üçüncüden avlodlar arasida bayliqni boshqarish. Ben muşu sadece qışlagandikin nurgul vaqtlarda bilib ketdim, başqa juhudlardan başqalarda. Mesela buğusu mundaq katta bay adamdi, dalsıq kelgende munchiq qaldi, ballarga nevrisi kelgan chaqda gaday bo'lib ketdi deydi. Ancho hashlab boshqa cemaat nimaları avlodlarga kelgandikin hashlab tutulgan. Bu juhudlarnikida bir avloddan bir avlodga qadam yuqur menish tuvanlashmas. Bu şu medeniyetdeki sınıp ketken. Son için şu uzun müddetlik inçki planlaş, maliyani muqimlashtirish, cemaatni tang ip berish, hemmeden şundaq qilsa, hem Uyg'urlar şundaq qilsa, bir aile emas, hemmeden. Ondan şu avlodlar arasida bayliqni qandaq saqlab qelish, hem bunu işte başka evlatlarını kaldırış. Ben masayası içip işleyendikken biz lawyerler bilen, advokatçılar bilen yakında masaj işlerimiz bunu da Amerika'da trust diyen birinin var, dynasty trust diyen birinin var. Trust diyen mesela sizmiş baylıqlarınızı kilak avlatlara koyup koyuşqa bir bunda birinin yazıp koyup koyusuzdan. Koygan çağda bunun her xil yazışı var. Dynasty Trust degen, siz göğde turup, özünüzün baylığınızın qandaq aşağı turup, başqura alaysız degen. Onu qandaq desiniz, aştan içinde turup, yazıp, payaq koysuz, eğer benim unçilik baylığım var, 100 milyon baylığım var, bu baylığım ne, ballarım, nevillerim qandaq aşağı edğanqa, şulağa siz hukuk birisiz. Şu hukukun yazıp, lawyerler bilen, advokatlar bilen, tam mesip koyup koysunuz, hiç ki bunu özgürtlemeydi, ölüp getsiniz, görünün şirttirip, özünüzün baylığınızı başqura alaysınız. Şu bitti mağdurun işi, kanun bulup ketken asıp gitsin. Şunun için aslında yazıp, baştan planlap qanasınız, sizinki ballarınız, nevleriniz, ay özü ilqi bil ağırmağanın ki nani işini görün degen gap bağı biz lazım. Oradaki teyyak ep bağın puluğan deken halgan çıkayışlaplan tükütüdür onu. Erqandaq tağınımı kolap es tükep getidir degen bir gap bağı öz midaş gerek de özü. Öz midirmisa duglap qılgan pulmu tükep getidir. Şunun için bundaq planlaş biz üçün muhimken. Vaqtımız ötüp ketdi. Ondan tünügümü bir gap bulduk, mağu terapi tesis ötküzüydey. Medeniyet sezgirligi şu biznes tikleşte. Biz hem diasporadaki Uygurlar her xil devletler yaşayımız, oxuşmagan medeniyette. Şunun için biz hakkında hiyek verip, köşmeller, tüzgün köşmellerinin gepi çıkıp kaldı. Biz Uygurluğumuzun kısak bulmaydı. Şu yerlikteki medeniyetke maslaşışımız gerek, medeniyet an buluşumuz gerek, şulağa özümüzün çıkargan mahsulatlarımız ve mulazimetlerimiz şunun hem Uygurga hem şu yerlik medeniyetke has bulduğun bizneslerini kılışımız gerek, yerlik medeniyetini hürmet kılışımız gerek de. Hürmet kılışımız gerek. Özümüzün Uygurlarınki Ali canabını kösüş gerek yerlik medeniyetke. Bulaycak munda hak edip qalmış gerek de. And then networking. Münasebet tüzüş. Münasebet tüzüş Uygurlarının işidir emas.
Mesela Uygurlarınki sırtıda özünüzün tuğan dövlətdiki başqa medeniyetler bilen qandaq münasibətən turğuzuş, ular bilen qandaq alaqlaşış, şu yerdeki yerliklərinki tələbdən çıxış, ularınki medeniyetini düşünüş, şu yerninki kanunlarını, icazatnamelerini qandaq eliş, şularninki yolunu tepiş, toğrusu da nurgun izindiğen taraflarımız var. 2 minut vaktim varken, yani bir tabi sözleydiğen baydıdık maliyeni planlaş, başvuruş, terakkiyat kılış, manında şu kanuni lisanslarını eliş, icazatnamelerini eliş, şu yanınki kanunluğu boysunuş, şu yollarını tepiş, şununki tilini biliş gerek, aşını emmini ravan bilgen çağda, inandıkken biz şu yerde bizneslerini, ticaretlerini başlayamayız. Nurgun aştaq aşı bizimki Virginia'da mı, aşxaniç ya başka bir bizneslerini qıgan çağda, şu yanınki lisans, icazatnameni ilişini bilmeydiğanlar, yolunu açamaydiğanlar, qayerden başlaşını, qaysı işki berip soraşını, şularını bilmeydiğanlarına aytı köpkende, bularınki yolunu biliş gerek. Texnologiyada, bizimki yeniliklarda qandaq maslashish, mayli özümüz ijod qildigan ya bo'lmasa yangi chiqqanlarni biznesimizga qandaq kirgizish, bayqaman degan misaldimi, masalan, oshxonada yo'ldoshningki computer science'dan yaxshi bo'lganligidan covid'dimi biznes to'xtab qolmay, boshqa bizneslar o'lib ketgan taqdirdami, bularninki oldiga surib manganligi, şu texnologiyani o'ziga moslashtirganligi, shuni jonliq ishlatganligidan bildirdi-da. Anadan keyin meningki ma'bur nima ham men ishlagan sohada, o'sha poytaxtlarda, Aqsiya bozorda hamma tuxumingizni bir savatga sepib qo'ymang degan gap bor. Bu deganning sababi, masalan, 100 milyon dollar pulunuz bo'lsa, siz Aqsiya bozoriga salsangiz, eng bo'lganda 12 o'qishmagan tarafga pulungizni siling. Agar birisi tugab ketsa, yana birisi 50% qaytarsa, yana birisi 5% qaytarsa, o'ttir sonda yana sizga bunchalik qaytadi degan hisob bor. Shuning uchun ma'noga qiziqdim, ma'no pulimni ma'noga silitay deb qilib bo'lmaydi. Vaqtim to'shibdi. Yana qaysi bor? Sosyal medialarga qatnashish degan, masalan, hammadamninki o'zininki joyida har xil klublar bor. Bizningki Virginia'dami Lions Club, Chambers of Commerce degan har xil biznes networklar bor. Ularga qatnashish mumkin, ularni boya demay o'tibdimi, bir yana bir Timo bularga vaqtimiz qoldi. Rahmat sizlarga. Ahırsıda ilqi birsin batdı. Yani bir saydım var, şimdi aytay. Ma sözgünüm tügüdü. Rahmet sizlerge. Yani bir tap koyduğun bir narsa var, bir sekentede tügeydi. Nasıl çıkıyor bir de? Ha, men bir qo'yganim, mening kichik vaqtimdan she'r yozishga qiziqatdim. Buni undaq nashr qilish xiyolim yo'qdi.
2016 yılı işte bir sizinki şiir topluluğunda 80 yaşık toplangan bana taqdim qilgan ekan. Ben bu özümün kon şiirlerimni bir retlab qo'yay deb bultu pensiya chiqqandan keyin 8 oydan retlasam 200 necha she'r bor ekan. Shundan 110 retlab bir tom qilib shu yaqin arada Amazonda chiqadi. Sizlarninki setilishinglarni tavsiya qilmay chiqqan chog'da to'pqa sep qo'yma. Buningda mangulik bog'lanish aile resimleri şu nimede şiir bilen ifadelengen. Rahmet sizlerge. Tutalım bir saniye. Gülnaz Edem'ninki leksiyası için köp rahmet. İntayın kıymetli timde leksiya sözler berdi. Hem de sual-cevap kısmımız buldu. Kısqagina, şu aldığınki iki sözlük için sahneye teklif kılay. Şiir topluma İngilizce hemen İngiliz yazgandım çünkü bularning şu yaşlar okusun depçi. Baldıranlar bolsa, uzanlarını kızıqsanlar Amazon'dan seçip alındı. Rahmet sizlerge. Sual soraş vakti 1 minut. Fakat 1 minutlu sual soralayızlar. Bir adam bir sual soralayızlar. Cevap veriş vakti 2 minut. Bu şekilde kontrol kılaylı. 15 minutlu sual cevap kısmını ahırlaştırsak, ondan keyin çüşlük demeleşimizni vaqtida qılalayımız bo'lmasa 12 chiqadi. O çağda sizlarga ziyon. Mikrofon sırtdaki kızlar yardımlaşmak için mikrofonunu yetkizdiğanga. İşçilerden birisine yardımlaşsanlar buldu. Mikrofon şu nimede? Meşgulat uyda. Mikrofon. Soru için. Avladım mikrofonunu elip, andaki yetkisiniz buldu. Meşgulat uydakilerden sorsanız da bir adım. Undaqda sualı bana kulunlarını kötəsənlər. Assalamu alaikum. Qarindoshlar, mening sualim bor. Ancha haqqingiz bor. Men tibobat kitoblarga qiziqaman, bak o'qib ketamisanmi? Qiziqaman. Uyg'ur tibobat tarixiy kitoblarida nima protsess qilganlik bir tarix xotirlangan uchun. Endi hozirgi Uyg'ur tibobatimizni taraqqiy qildirish saviyasini sizlar o'tdingiz. Şu tarixdan azroq uçur bersiniz, yani Türkiye'de bizim Uyghur tibobatini qanchalik darajada taraqqiyotga erishtirish imkoniyati qanchalik bor yo'qligini deb baqsaq. Chunki endi bir yaxshi bir muhit misha deb qarayman men Qozog'istondan boshqa. Qozog'istonda Uyg'ur tibobatiga oid narsa asosan yo'q deyilgan. Ba'zisini men bilmadim. Köp rahmet. Selamünaleyküm. Benim Allah'ın belirli Allah'ın selamı olsun. Soğanım da bu miladiden ilgili ötken Gazibay Bey'imiz onun keyin Kıbracı var, yine 300 neçil, miladdan 300 neçil yılı ötken. Onun keyin kelsek İslamiyet'in keyin ya İslamiyet'te yana kollukluğulan devirde Farabi
Mahmuddin Kaşgari qatarlıq ustozlarimiz yazıp qoldirgan materiallardan sildigandek mina operatsiyasi qilgan tarix bor. O tarix Uyg'ur tibabetining ki şu ders kitaplarida iliq xotirlangan. Mesela Uyghur tibabeti asas nazariyalarına degan kitapta şu gap bor. Ondan başka kamusning ki birinci tomida bor. Ondan başka şu sonda joyiga tushgan, yandan kim shayton sulush qatorliqlarni gördüm cesetine çıkıp tiyiplar. Şunu parçalap ko'rgan. Bu tarixli var. Bu Türkiye'ye kelgandan keyin biz şu tarixni bunu da Türkiye'ninki Masakam yardımcı bir yerde bir Yüce Tanay da bir kişi varken Türk yazgıcı. O kişi bizden şu tarihlerimizde öğretilip Türkçe yazıp torba koyuyordu. Ben o materyali kökendiğim ki bizden şu Uyghur Tibabeti ilmi yorumları diye yorumlar 2019 yıldan başlayıp çıktı birinci san. Yeni bir san çıktı 150 bet 200 bet etrafında. İkinci sanga şu Yüce Tanay diyen Türk kardeşimizden biz üçün yazgan makalesine bizden şu tarihimizden bu ilgili davalaş usulleri hem tecrübeleri hem bize burada asas pellerden degen cevabını biz şu yornalga Uygurca tercüme kılıp Türkçeden koşup yornalga bedok ikinci san yornalını kıyvasanla böyleydi. Hem de ondan biz yine şu Türkiye'de bunu talep kıldırış hem Türk üstümüz var dedi sual soğan kagarlan. Hem de demişim bu Türkiye hem de dünyanın merkezine joylashgan hem her xil milletler çok kiladigan ilim ehlileri bulaşma yakında azar yiyen Uygurlar başlık Araplar Suriye, Yemen qatarlıqlardan Saudi Arabistan'da qatarlık devletlerden devlet hakimiyetinin dili ağırlar şu öz vaxtida Bağdat'a yığılıp qalgandek Araplar, Parslar, Hindular qatarlık O'rta Osiyo devletlerinin kelgan Türkler bulan hem de bilim ehlileri yığılgan bir sorun. Bu yerde biz meyle şu hazırsı sual soğan, şu tarihimizge ait malumat olsun, ya ki hazır Uyghur ticareti nah icra kılayatkan dağlaş usulleri ilgal tecrübeler olsun. Gizit Yonallı'da müşteri teşvikat ürünleri teşvik kılış arkalık Uygurlar'ın ki 2016 yılı kattık çok güçte dünyanın her kaysı yerleri tarkap ketken Uygurlarımız, muhacirlerimiz arkalık bizden Uygur tibabeti, Uygur medeniyetlerini, sanatlarımız mı var onun içinde Uygur medeniyetine takçımız gerek. Elimizin ki bu içi başta tıklamaydı. Öyleyim bu Uygur'una teşvik kılış, Uygur'un ki her kandan bir ilim sorunlarını namayan kılış Uygur üçün kılan, vatan üçün kılan, millet üçün kılan hizmeti de bilişimiz lazım. Allah rızalık için de bilişimiz lazım. Ecir talep kılmaslıklarımız lazım. Biz arımağan bilen düşmanımız arımamayı şu tirçalık gösterdi. Bunu müşteri kartta hemimizin ki karlaştırıp inip sanılmış lazım da parayla. Köp rahmet. Növbette sual sorucu akımızga. Benim sualım Abdülreşit Niyaz Ustaz'ın oldu. Şu Uygur türde mesela anıtını da atayımız. Hem adam anıtını da ataydı. Mesela bölgelerdeki bizim artık kızlarımız çetrelde yaşadı. İngiliz söylemi atıdı, Türk söylemi atıdı, Türk hukuku atıdı, İngiliz hukuku atıdı. Yani bu milletin balısı çombağa vaklarda şu millet balısıga Türk sögetti, yüz Uygur ülke, İngiliz sögetti. Bu balının içinden çıkan tele Uygur sevgilisi, başka milletten tele okuyakken bu. Anda bu kelse bu millet, bu balının tele anıtın ulandığı ya ki bunun kayısını kanal kaybederimiz bulunlar. Rahmet so'al so'ramangizga. Ana til qaysi til chiqqansa shu ana til bo'ldi. Endi fiziologik tilimizda bizning fonetiklik o'zimizga moslashgan tilimiz
Uyg'ur tili bo'lgan bilan siz inglizcha, xitoycha, yaponcha tillar o'rganib chiqqan bo'lgan bo'lsa, sizning mafkuringiz, tafakkuringiz shu til bilan yetishgan bo'lgan bo'lsa, sizning ona tilingiz shu ingliz til bo'ldi. Nima uchun deyapsiz? Sizning mafkuringiz, tafakkuringiz, madaniyatingiz shuni qabul qildi uchun. Shu boyada o'tib ketdik, Farabiy arabcha yozgan uchun arab tiliga mansub, Ahmadcha Osman arab tilida yozgan uchun arab tiliga mansub, G'ayrat Osim Xitoy yozgan Xitoy madaniyatiga mansub deb. Chunki til bir madaniyatninki ayniki. Ben Saudi Arabistan'da özüm Uygur'u da attığım ayrı vardı Medine'de ziyaret kıldım ulanı. Ulanı ki Uygur da ataydık lekin bizim hükümümüz Uygur'daydı. Hem de özüm Uygur emeseydi. Özü Kanada'da yaşayırken tatilik yaptı. Kanada'da bir şeyse ayağım Kanada'da okuydu. Ben şu Kanada'da okuşuğum ben yatak ilip ayağımın okuşuğa yardım suya turattım ben deydi. Demek bütün Arapça mefkur, Arapça til aloqa bo'lganligi uchun ona tili arab bo'lgan va o'zim arablaşgan. Bu da ma yavurlar to'y ko'pincha ma ziyolar yavurlarning tilini tildirib olib gapni qildim. Yavurlar o'zim Falastinki janubiy to'g'ri qilgan bir Yoshana jilg'sin o'sha ibraniy tilda xotirani Tavratni topgan. Ya'ni hozirgi bizning qo'limizga kelgan Injil, Tavrat kitapları asasen Grek tili ya Latin tildi. O tilniki İbran tili bo'lishi ya'ni qattiq qo'shib qo'yatgan shu til asasen o'zining yuqorgi 2 milyon tilini tepib chiqdi. Bu ya'ni til yo'qolmoq sabab ularning kitobiniki ilohiy kitobiniki Yahudidan İbran tili xotirlanganligi uchun. Bizda ilohiy tilimiz yo'q. Biz yo'qolib ketdimiz. Endi Nurga bir savol shimbatda o'quvchilik Baldarın kanına okuduğu çakça düşenmeydi arkadaşlar. Demek o şu Norveç'in tilini aldı, Norveç'in medeniyetini kabul kıldı, Norveç tefekkür kıldı ki Uygur'un çakçalarını düşündüğün, tehlikelerini düşündüğün aldı kanmı dedi. Demek kayısı milletin tilini hep boğan, çoğun boğan bolsunuz, şu til sizin ana tiliniz buldu. Rahmet, düşünelgen bolsam. Demek ki bırakmışsın kayısı milletin oluştan gerçekten bu balık kayısı tırı terbiyeli çıkan bolsa şu yüzden adet olup kaldı ediyor. Şundak. Savol so'raydi Allah. Dilshod Kop. Aldı bilen 3 liksiyatçı tebriklerle hakikaten nail muhim belirli bizi bilgilendiriyor için. Bundan sonra sorum Abdülşit Efendi'den, Mutalip Efendi'den, Abdülşit Efendi'den sorayım. Liksiyasının dışında vatandagi 30 milyon xalqimiz dedi. Bu 30 milyonning manbasining bo'lganligini, qayerdan olganligini so'ramoqchi. İkincisi Mutalip Efendi'nin sorayman so'radim. Uyg'ur tiborat tarixiniki 2500 yildan 4000 yilgacha bo'lgan aralig'ida ta'rifladi. 2500 yildan 4000 arasida, ya'ni inson tarixida uzun bir tariximiz var. Ben 4000 yıllık tarixiniki qaysi manbadan kelganligini so'ramoqchi edim. Ko'p rahmat. Dilshod qarindishimizning kasbi istatistika bo'lg'achqa Musayni tutadigan gap qashqa til to'g'ri so'zlasangchi adash. Shu muajiratda bir istatistika ilib berildi. Ya'ni har qanday davlatda yashayotgan Uyg'urlarga qayerdan qayerga kelishdi. U material uyda olib qolib, buni eklishni qilmay qolibmi? Uningda yig'ib kelsak, chet elda yashayotgan Uyg'urlar soni 1 million bo'lmaydi ekan. Ammo vatandagi istatistika 1945-yili Gomindan hukumati tunji qitim Sharq Turkiya istatistika olib berdi ekan. Shu vaqtida 7 million debdi ekan to'q. 45-yil Gomindan chiqqan. Bu istatistika seni qo'llangan material qanday? Sen istatistika bo'lib obdan bilsa, shundan keyin istatistika to'xtab, keyin kommunistan davri kelgancha 49 Xitoy ishg'ol qilgan, kommunist Xitoy ishg'ol qilgandan keyin u bir elinib berib dedi. Endi 1980-yillarda matematik fakultetidagi bir istatistika o'qituvchimiz ismini unutib qolibman, atashimni xatarlik kerak endi. Zaten o'zim unutib qolibman. Shu kishi istatistika 45-yilda bir ayol to'y qilgan bo'lsa, bir bola topgan bo'lsa 7 million nopos, yani 46 kelgan chog'da
8 milyon bo'lishi mumkin. Endi istatistiklar mana degan gibi yuqori. Shunga 85-yilda Xitoy e'lon qilgan nüfus 5 milyon 200 ming aşağıda 85 istatistikini unutib qolibdi men. Sen bilsang askartib qo'ysam bo'ladi so'zlaysan leksiyada. Şu vaqtdagi nüfus 5 milyon Uyg'ur degan. 45-yilda 7 milyon 4 milyon nüfus etgan 4 milyon ism chiqyapti özür. 4 milyon nüfus bo'lgan bo'lsa, 85-yilda 5 milyon bo'lgan bo'lsa, bu istatistikniki ilmiy qoyil qilish kuchi nergacha deb o'zini istatistik, shu o'zini istatistikda 25 milyon 30 milyongacha deb ekandik. Yani 85 kelgan Uyg'ur aslida tabiiy qonli ko'paygan bo'lsa 25 milyon 30 milyonga bo'ldi. Men ham o'zim faxrlanish tuyg'usi bilan qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi 30 milyonni aldım bir yerda to'g'ri tushunishni umid qilaman. Shunchalik ma'lumot hamda. Rahmat. Assalomu alaykum. Ama o mende sorulan sual şu Uyghur tibaretini 2500 yıldan 4000 yılgacha tarixiga deb ışıklaştırgan bulduk. Şunun 2500 yıllık tarixiga g'ozibani keltirdik. Hem bu diniga e'tiqod qilgan vaqtki millatimizningki saqliqlash kasalliklarning oldini olish, davolash jarayonida işletken resim ve davalaş usullerini Budda diniga alaylıga asasen Budda yoki ilahga nima qildik, taqdim qildik, yo'llan kelganligini qanoat topdim. Ammo 4000 yillik tarixga qarta qanday dalil isbot va degan deb tushundim agar xatolashmasam. Endi mana yine bu aylıkta 1500 yıllık tariximiz tuttum da anqaldı degan gap. Menimcha buni men materialdan ko'rganimda aslida biz Budda diniga kirishdan ilgari ibtidoiy jamiyatda shu nurg'un ilahga maxluq bo'lgan iloh sifatida cho'qingan tariximiz var Uyg'urlarniki, shaman dini, zardish dini, ateşperestlik dini qatorli dinlere itiqad qilgan tariximiz var. Endi bu tarixda mesela şu ateşperestlikni alsak, ateşperestlik o'tga cho'qinish degan gapki, o'tga cho'qinish aslida quyoshga cho'qinishni talab qilgan. Ya'ni quyoshni iloh deb inadan keyin u bir mezgil o'tgandan keyin u hayotlikni ashulani bog'lab tursa, quyosh bo'lgan bilan havo olmasi bo'lmayotgan degandan keyin u ikki narsa bo'lib qoldi hamda. İki narsa insonning hayotligi uchun bevosita munosabatga o'xshaydi. Shuning bilan biz quyoshni ilohlikdan chiqarib yana bir narsani ilohda ilahni almashtirgan, dinni almashtirgan tariximiz var bu yerda. Endi şu orqali dastlabda kunni quyoshni dedik, uni aqsin havoni ko'k ilohiy deb bu tariximizda xabar ko'pligini yomg'ir yog'dirib bergan. Yomg'ir bo'lmagan bo'lsa suv olmaydi, suv olmagan bo'lsa hayot qolmaydi deb iloh bog'langan. Undan keyin kelganda nima bo'lmasa, tuproq bo'lmasa yana o ziraatimiz ölmekken, eğer tüprak varlığı olmakken de onu dikin, onu köştük. Şundan kılıp bu ağırlıktaki nurgun nesil var da o canavarlı var, hayvanlı var, onun içinde derek, naiti, korumuşluk, derek, öykü, katarlıklı var, kağıtlı var. Tanrı tekrarında şu. Aşırı o şey, ilahını almıştırış, dinini almıştırış tarihi Uygurluğunun en çok kullanılan, yani itikat kılan bir nimeleri, ilahiliği. Ama bu yenip en ahırda bu Türkçe maddını, aslında uygulamazsın ilah itikat kılıp, en ahırda Türkçe maddının, yani aşağı kuyaş, ot, hava, su, toprak degan Türkçe madde anasır erbe, Arapçada, yanındaki erkan, Türk erkan, Türk tabu, Türk Dila Divanı'da Türk tabu deb atalgan bu şu Türk madde dünyanın tüzgüçü xamaşya. Yani dünyanın xamaşyası bu şu Türk neslinden tüzülgen degan nazariyani hem birlikte bularma hazırki ben yukarıda tılgağan anani itibabatının hemmisi yaki şu bizge okşaytkan anani itibabat ki iyi adamlar İslam tibabati, Hindistan'daki Ayurvedik tibabati, Yunan tibabati degenler bu şunu asas kıptırdı ama Xitay bunu kendine Xitay 5
İlmiyet asasida tibaretini yaratlaylık. Onun içinde bizim atölyenin içinde üçü var, ikisi yağaç olan metal ve ağırlık. Hem de direkt bu dersini tapkandan keyin Yunanistan'da olturan Hipokrat şu neziriyeni bu Türkçe olmadı, Uygur tibaretinin yazılısı. Çünkü ben ayette dedim, Türkçe olmadı insanın vücudunun, dünyanın ham eşyası. Yani 112 xil ilmiyet bilen beraber okşaş. Yine de 112 xil ilmiyet bilen anısı, dadası degan gap. Hem de bu, şu Uygur tibareti biz dünya olan insan vücuduna, ösümlükler dünyasına bağlap durup, enondan kim mükemmel boğan. Kadimki zamanda mı, yakınki zamanda mı, hazırki zamandaki kimya, fizik, matematik, hatta elektrik, suni akıldan tatip terakki kılgan müjde devirdi mi, yeni kokmaya oturup koyuşumuzda sebep, bizim o nazariyimiz, Kur'an-ı Kerim'deki nazariye Allah'ın insanlığa bergen iyiliklerimiz olan okşaş. Şu biz neticede çınıp kalmayın, her kanda sorunda oturup koyuşumuzda sebep şu. Demek bu aslında neçim yıllık ilahda tuluplar, onundan kim dünyanın ham eşyası, dünyanın ham maddesi de evlatlarımız bunu oturup koygan. Hipokrat, şu Gazvan bilen okşaş devirde yaşayan, ağlıkta 5 yıl takipte var. Onu anlat, Yunanistan'dan tarım olmalığına adam yaratıp, şu kitapta Gazvan'ınki 312 xil dünya kamusu, ösümlük dünya kamusunu sorgan. Sorgan deyince Gazvan özünün bari diye oğlunu koşar, kitap bilen, Yunanistan üretken. Yunanistan Gazvay o materyalini alğandan keyin nəhayət xoşlab ketib, o Bavariya oğluğa şu Yunanistanlık bir kızını, Antakya'da tam bir kızını fotoğrafı verip, onun olan bazı ünlülerine koşar, tarım oymalığı öğretken, tarım oymalığı da ölü kelgandan keyin aşağı 12 katlık münasebet bergen. Özü kız münasebet. Kızlık münasebeti. Xoten şehirde. Bu buna birinin 200 yıl etrafında, miladidin ilgili sanılan buna 200 yıl etrafında kat götürüp Xoten'de tuğan diyen malumatla şu burada tılğanan demedi var. Gülbaş Sent'in canına makalesi var. Onun için biz bunu maceriye alanı elbette Gazbay'ın malumatını aldık ama onun ağan iklimler tezkiresi, Hindistan'daki iklimler tezkiresindeki kitaptan ağa mezunun ağa. Hem de biz anından o ilişkin 1500'lerden artık neyse çıkmavadıdı ama Hipokrat bu malumat ağandan için Türkçe olmadığı talimatını şu Yunan tibaretinin asası merkezi edilse kılıp onun mizacını, muzayidin xilittin kuvvetine, onun ruhne, onun fizyologiya, anatomiyana bağlap andın için kitabını yazgan. İbn Sina Mehmet aşını kılan. Ama Gazvay bizim Uygurlar, Türkçe olmadığını Uygurlar icat kılan, balık keltigen, ceryan 1500 yıllık tarih şu. Tömün yılını aldık, Neçkiman Bezir'den aldık tömün yıl. Çünkü uçakta yazıkılan edilmeğen bu ceryan var. Allah'ın biz tibaretinin merkezi değilse, yakin merkezi Türkçe olmakta 1500 yıl ilgili başlayıp bir dini itikat ceryan arkalık balık hikayen. Bunun başka milattan ilgili 500 yılda Gazvay 312 xil ösümlük dola kamusunu yazdığı diyen yapının üzere onu aldığı yazık haleti de emez halk tibareti haleti de bu dolanın ki işletir geldikine ispatlap durup emde. Biz aşınıldım, anda kolumuzda mandağdak materyal olmağında aşı materyalden çoğuna 4000 yıllık tarife gidip onu alımız emde. Nimi deyimiz emde. Tarihi ceryan şunu ispatlap durup doğduğumuz emde. Köp rahmet. Rahmet. Ondan kalsa pul tepiş kayıt sual soraydık Allah bana. Şulağı aldı öyle. Tut rahmet doktor. Hem de nöbet pul tepişip geldi. Keşke sorayım. Pul tepişte ola sormayın. Çünkü ben demek çok mesele ait mühim mesele. Bayağı Abdüş Hacım Kanı'na ait yaxşı
sohbet kıldı. Lakin en ahırda bazı gaplar dedi. Ben farklı göz karşım var. Belki ben gapı hata düşünüp kalmış mümkün. Mesela mühim diyen gaptan birisi Farabi Arap medeniyetinden mahsul diyen gap oldu. Bu yerde benim en mühim diyen gapından birisi bu mesela Farabi'ninki aynı vaktdaki eserlerinin Arapça yazılışı, bununki Arap medeniyetindeki tercihlerini düşünmeli. Çünkü aşı vaktinin özünde medeniyet Arap dağmen, akademiyet dili Arap dili. Bunu mesela tarafının tekrarını edilen bir nasıl bakar mısın? Hazır bu zamanımızda düşünsek, İngiliz dili dünyanın akademiyet dili. Dünyada bunu bütün dünya itiraf buldu, işte ustazlarla. Fakat 70% insan İngiliz dilini paramıştır. Lakin hazırda mesela ilmi, halkara ilmi makalındaki 75%'di. Hatta bazı mesela science, teknoloji diyenlerdeki 95% İngilizce yazıldı. Lakin bu şun yazılarındaki İngiliz dilisi yok. Ulanın içinde mesela bir şey oturuptu. Erkek gamba, Abdüşkür gamba. Bunların mesela biz hazır İngiliz dilindeki mahsulatı da ağır koysak. Adı geldi, bunun demek istediği vakıfta biz hakikaten Uygur dilini konuşmamız lazım. Nurgulanan hizmetler vakıfı. Yani Uygur dilini, Uygur medeniyetini konuşmasındaki en mühim nemelerin birisi, usullerin birisi. Biz özümüzü dünya ve İngiliz konuşmamız lazım hazır. Özümüzün kılan emrikine kancacık İngilizce matbuatlarda ilan kılsak, İngiliz makalarını kancacık ilan kılsak, biz kandaklı bir Uygur'un içindeki alınmaz, dünyanın alınmalarını, dünyanın meşhur alınmalarıyız. Bu bir. İkincisi, mesela bayı, bizim ki Mehmet Mutalip Acıkan dedi, mesela bizim Uygur tibavetini, sağlak kılıç, terak kıldığı çalar düşmüş lazım dedi. Bunun ki en mühim kıldıraşımızın birisi, bu kondaktör biz Uygurların içinde şarkıtları bile bunu alışkan bir aslında. Bu yine İngiliz dili dünyada tanış gerek. Bunun birisi bu İngiliz dili tanış gerek. İşte bunun ki hakikaten ne için bir tiba beklerken bu şu scientific language dediğimiz hem ilmi dilde dünyada namayılmıştır. Şunda vakıda anladıkken biz bu nesnenin saklap olalımız da böyleyim. Hakan eğer gidip hatta bakması Abdülreşit'ten belki toparlat başına. Köp rahmet. Abdülreşit'e kısaca cevap verseniz buldum. Mahmud Kahraman devrinde, yani Bağdatlar devrinde Selçuklar İmperiyası asasen hakimiyet bir şey tutan. Şu vakti hükümet dili Arap dili, marif dili Arap dili, hükümet dili Türk dili bo'lgan şu vakti. Şu vakti Mahmud Kahraman divanı olgan Türk nizip şu vakti Obul Qasım bir emri hediye qilgan Bağdat xalifasiga. Demek Araplarniki tushkunlashib qapqog'in ama marif dili Arap tilida. Yani texnik til emasdi siz degandagidek. Yani Seydiye Xonadonliginiki hükümet dili Fars tilida. Ama marif dili Arapda, aile dili Uyg'ur tilida. Demek bu diyalogdan gaplar mening shaxsiy ko'z qarashim emas qarindishim. Bu chiqilgan yakun. Yani hozir siz juma kun Tahiromniki kechida tutqun qilishini kutish degan bir asrni qildi. Uyg'urlar dunyoga ta'sir qo'zg'agan asarning Uyg'ur tilida yozilib mush shu. Uning arab yozilgan Ahmad Osmon she'rlari ikkinchi yiqilish deymiz. O she'rlar bor. Ham demoqchi bo'lgan gap nima bo'lsak bu yerda Mahmud Farabining bütün asari arabcha, demak siz shu arabning matnini bilmasangiz uni tushunmaysiz. Masalan, payg'ambarimiz Aysha Abu Bakr Umar bilan Abu Bakr Siddiq qarab, ikkisi qarab turib, "Xuzu nisfa dinikum min hazi Humayra" deb atagan. Endi Arab madaniyatini bilmayan kishi buni Uyg'urlar tarjima qildi. Dinlarni qizil yuz qiz olma ilinglar deydi. Amaliyotda men arab tilini tushunganligimdan boshqa madaniyatni tushunmasa, buni Uyg'urchaga to'g'ri tarjima qila olmayman. Payg'ambarimizning degan bu asl to'g'ri tarjimasini dinlarning yerini oq pishmoqda ilinglar degan. Chunki Arablar oq degan kasalning bu nomni, bu rangni faqat biraz kesilga ishlatadi. Yani pis kesilga ishlatadi. Bu yerda anamiz oq ranglik, Ayşa'nın oq ranglik. Kız yüzlük emas. Kız yüzlü bir insan bulmaydı dünyada. Demek siz Arap medeniyeti bilmezsiniz. Yani hata tercih kılsınız.
Demek Arapça sonuçsuz Arap dilinin medeniyeti mesaj bulsunuz. Demek Farabi'nin yazılan 172 parça eserinin hemisi Arap dilinin tayabılışı Arap medeniyeti eksettiği geldiği için. Şunun için bir yerde biz Farabi'nin Arap Uygur'du. İbn Sina Uygur. Mesela İbn Sina'nın ustadı Abdullah Hotani. Hotellik adam Abdullah Hotani degan. Lekin İbn Sina'nın Tacik'in alimi dağıttınız. Pars alimi dağıttınız. Mevlana, Celaleddin Rumi, öz Konya'da olan Türk ama onun eserleri Pars değil oturdu. Demek siz kaysi tilde eser yazsınız, şu tıl tevabılsız, hem de dünyavi eserlerimiz yok. Hayır, İngilizce tut. Şuna tonluluğumuz var. Tonlamadığınız sebebiniz değil misin? Tefekkür, mefkuz, kurulmadı anlatıldı. Tahir Ahmet Uygur tilde yaz diye bunu, dünya jurnalda ilan kuttu, Pilgrim Neşret derhalman kitap çıkarıp, biz pulları çıkarıp döndüm. Demek Tahir bu dünyavi eser yazışı aldı anlatılıp pişik boğanlığı, mefkurusun Uygurç boğanlığı, tepekinin Uygurç boğanlığı ve Uygur'un tevap boğanlığı için. Elbette bir yerde erkinge İngiliz yazıyordu eserlerini, Borhan Sitim İngiliz yazıp ilan kod dünya İngiliz. Lekin bu hazır şu yazılan tili şu dünya tevap ama özündeki Uygur tilde yazılan eserleri olsa elbette Uygur tevap çünkü anlatılı Uygurça. Hazır bu ayet turatu demek bir yer dil okan gap neymi desek biz dünyavi eser çıkarımı deydiklerimiz az degende loğutunun 60 mı sözü sağlışınız gerek. 60 mı sözünü ügenmeyi turup siz balırımızın tefekkürünü düşündü, mefkurunu düşündü oylap kalma. Mesela adamı bir müddet bir çakçak koşup akıllaşır demem bir çakçak verdi. Uygur tilinin kanca pasanını bildirmiş. Ügün alsak düşüneriz, bunu düşünmeyiz. Baylane, bir kısıqlap, baylane biz gireyim. Ve sama yardım kılsam desek terik bilen ben gireyim dedim. Bunun uyarlanıp kına yumru tokugan dese 20 son bilen $100 afiret uçuruşup kattı. Karız 20 son cenab-ı $100 dozak oldu da. Şunun bilen dozak jıqlık bu $100 jılap bitti. Ve hemen $100'lık kına dozak olmağına bu sen 20 son da cenab-ı olsa dese 20 son $100'ın bir şey sılap durup sen ömrünü beraber sadaq sandık uçup bakantın mı depti dediniz. Yok da panılım jığılıp bilas ondan sonra igenden köygen depti. Böyle baylarım olacakmış dolar kıyametde jığılap samıza nacem. Bana besir buldu desek grediye geldi hep tok nemi çıkdı. Rahmet düşündürerek olsam kardeşim. Çok rahmet. Onda olsa fakat Gülnaz Hedem'nin lam sualga cevap veriş hakkı kaldı. Buldu. Başkalarınınki sual eliş demesi toştu. Mabay sözgende bir noktani unutup kaptım. Şunu bizge üçün aytdı muhimken. Bir statistik kızılganlar. Ben 4 menbeni aktarıp köysem, 4-5 menbeni, dünyadaki en baylarının katarına kirgen, Forbes degen bir yer var. Şunda 10'dan 20%'gacha milyonerlarninki müşü tizimligida Jüyishlarga, Yahudlarga. Bu nima uchun bularninki o'ziniki dunyodagi soni 0,2%ga population soni, odam soni. Ammo bu katta baylarning chekilgan soni 10'dan 20%gacha egallaydi ekan. Qanda bu haddidan ziyoda vakillik qiladi bular. Shunda oz odam dunyoda deganda shiqib ketgan chog'da bununki birinchidan bayman so'zlaganda ma'rifga sinib ketganligi bularninki. Ma'rifga ahamiyat berganligi, muharrat taraqqiyotga ahamiyat berganligi. Ikkinchidan bularning qilgan bizneslari pul mablag' sag'ayala, pul muomala. Pulni ularga mablag' sag'aligi. Şu maliye tarafta. İkinciden ticaret tikilganligi, har xil bizneslarni. Üçüncüden texnologiyada taraqqiy qilgan shu tarafga butun kuchini berganligidan shular nihoyat oz sonlik odamlar shundoq boyliqlarninki cho'ng pirsani haddidan ziyoda vakillik qildi. Shu taraf bizlarga uringan taraflar ekan. Rahmat. Çok rahmet. Gülnaz Hedem'den bir lam sual soraydık Allah olsun. Başkalardan sual sorsanız hesap etmez. Benim sualım şu pul tepiş bilen beylikçilerin farkı ne?
pul tepiş bilen ilgilik tikleşninki farkı kim sordu? Tapamadım. Ayaqdım. Pul tepişten, her xil pul tepiş mənbəli və abay dedim o, nurluğun sorduk. İlgilik tikleşte, ilgilikni tiklep bir pasif kırım kırışga bir yol itiş. Yani ilgilik tikleşse yana balık oldu bir şirket tikleş, ya ki bir restoran kılış, ya ki bir yumuşak dedalının ki patternlarını eleş, yani aşağı başlı işlerimiz ilgilik tikleş kırdı. Şu başlanğanlıkin, o tetigen ilgilikten asla kırım kırdı. Pasif kırımla, kırım erikten, kırım içinin ki yolunu itiş. Pul tepiş pakatla bir işletmesini pul verdi, saatleri pul verdiğin, ya bir sigmertkarlık kapasını şirket işleseniz bir adlıydı. İlgilik tikleştigen mürekkep bir konsepti deyimiz, hukumunu öz işi alır verdi. Ama ben sözlerim nurgun tarafla. Şu parığı da düşünmemen. 37 yıl hizmet jaryanında. Köp rahmet. Rahmet. Bundaqda bizning savol javob qismimiz oxirlashdi. Liksiya so'zlaguvchilarimizni sahnadan olsam bo'ldi. Biz dam olishga chiqishdan burun Muhammad Yusuf Harimniki Erkinkamga bir sovg'isi bor ekan, shuni bir taqdim qilsa. Erkinka, sizni sahnaga olaylik. Köp rahmet. Bundaq bo'lsa 10 minut ara beramiz. 10 minut çay kahve içip mijozinglarni tanishib kirsanglar. Balduroq
Unda olsa tamaqdan burunqi eng oxirgi leksiyamizni hozir boshlaymiz. Navbatda dunyoda eng kuchli bo'layotgan bir urush bor, tutaksiz urush. O'zak urushi. Bu urush hozir Xitoy bilan Amerika o'rtasida intayin shiddatli elib berilyotadi. Her iki kuch bir-birininki şirketlerini cazalab, bu texnikanınki yoki bu metalninki bir-biriga o'tishini cheklab, bayoq kuch bilan elishyapti. Bizga Abdushukur Abdurashid mushu temada leksiya so'zlab berdi. Navbatdagi tutaksiz urush, o'zak urushi. Abdushukur efendim sahnega marhamat. Assalomu alaykum hammalarga. Ma talaysizlikni ko'raman. Menlarni qo'sqa chiqib ketgan vaqtida men doklad berdim. Sizlar talaysiz albatta. Ben sözümle başlaştı bir özemli bir tanıştırmayayım. Çünkü bizden kaydımız şundak doklad vergende. İsmim Abdushukur Abdurashid. Ben 97 yılı Şveysariyaga doktorluk o'qishga borgandan beri shu yerda yashayman. Hozir Shveysariya davlat telekomdan Kuchur texnika idorasida bulut yeshim loyihalaguvchi ham shundaqla texnika maslahatchisi bo'lib ishlayman. Mening asosan qilgan xizmatlarim shu iqtisod sohasidagi masalan Shveysariya banklari, straxovniya shirkatlari, sog'lomlik sohasida masalan doktorxonalarning hukumatniki masalan har qaysi ministerliklarniki projektlariga shunaqa maslahatlar ish. Menimki so'zlamoqchi bo'lgan temam emniyet to'g'rishtirish qismini Mehmet To'xtalov qachon deb qoldi. Men bu temani tanlashimdagi sebep bu ikki qadamliq sanoat inqilobininki markaziy materiali bo'lgan shundaqla yana bir qadamliq sanoat inqilobining balki asosiy ilmiy bo'lish oldida turayotgan bir tema. Bundan keyin biz atalığının gücünü anladık, dinin gücünü anladık, dollarının gücünü anladık. Benim de tabiatının gücü yoki bo'lmasa, to'g'risini aytganda texnikaning kuchi to'g'riliq bir narsa so'zlamoqchi. Bu yerda so'zlayotgan tema o'zak deb abaydidik. Qisqacha mazmuni buni qisqachalam bir ko'rib olsangiz so'zlashning hojati yo'q. Bu yerda navbatdagi institutda siz urushdi. Biz urush degan vaqtida kallamizga har xil nimalar keladi. Balkim birinchi dunyo urushi bo'lsa okuplar, ikkinchi dunyo urushi bo'lgan bo'lsa balkim tanklar, zambaraklar bilan. Hamda hozirgi bo'lsa masalan drone bilan masalan hujum qiladigan degandek narsalar ko'z oldiga kirishi mumkin. Bu yerdagi bo'layotgan urush amaliyotda bu shu o'zak haqida bo'layotgan urush. Ya'ni konkret qilib aytgan vaqtida asosan ikki darajadan tashqari kuch o'rtasida bo'layotgan. Men bir qancha shu mediada hozirgi chiqqan nimalarni qilaman. Afsus ingliz uyg'urcha tarjima qilishga ulgurmadim. Shunga ingliz qisqacha ko'rsataman. Masalan, undan keyin shu mediada shunday e'lonlar masalan bu o'zak urushi deb bu urushningki shu diplomatik munosabatlar masalan iqtisodiy munosabatlarga ta'sir qilayotganligi ikki davlat o'rtasida. Undan keyin bo'libmi Amerika hukumatiningki shu Biden hokimiyat beshiga chiqqandan keyin 2022 yil 8 oyda maxsus mushahda qonunning e'lon qilganligi. Shu o'zak texnikasiningki eksport qilinishi, andan keyin hamkorlik ishlash, andan keyin ta'minlash zanjiri degandek narsalarni kontrol qilish haqida chiqqan maxsus qonunlar bor hatto.
Ondan keyin hatta konkret nimalar ilingan qadamlar, masalan Xitoy hukumatiningki nimasiga bog'liq deb qaralgan Zhongsheng shirkatini masalan shu texnikadan ta'minlashni to'xtatish degandek narsalar. Bu yerdagi bosh qahramon kim o'disa, bizning barmoqimizga keladigan mushu bir narsa. Buni o'zak deb Uyg'urchada shunday tarjima qildik, chip yoki inglizcha shunday aylandi. Biz bu o'zak to'g'riliq tafsilroq to'xtalishdan burun sadaqat o'zakninki qanchalik tarixi bor, buningki nimasi qanday boshlangan deganga bir qisqacha to'xtalib o'taman. Amaliyotda bu texnika taxminan 2 asrning oldida boshlanish nuqtasi, 2 asrning oldida shu elementlarninki davriy jadvaliga qaraydigan bo'lsak, shu yerda bir qancha elementlarninki yoki o'tkazgich tava emas, yoki bo'lmasa o'tkazmagich yoki izolatorga tava bo'lmagan ma'lum sharoitning o'zgarishiga asosan o'tkazgich yoki o'tkazmagich xarakteri bor ekanligini shu ikki olim tepib chiqqan. Bu amaliyotda shu butun nimaning boshlanishi shu. Afsus, Nobel mukofoti 1901 yildan boshlanganligi uchun bular undan beri o'lib ketgachga bu ikki odamga Nobel mukofoti berilmagan. Bu taxminan bir 100 yillar jarayonida shu demak material bayqalgandan tortib shu elektron sohasida shuningki ishlatilish o'rnini tepib masalan ma'lum bir organlik sistemalarga saplanib qilingan, ammo eng dastlabda masalan qilingan harakatlarning ichida birisi bu kirimni deymiz yoki silitsiy deymiz. Shu materialninki qumdan qanday ilinganligi, uningki qanday qilib tozalanganligi, uningdan keyin uni qanday qilib parchalarga bo'lib o'xshamagan moddalarni aralashtirish orqali uning o'tkazgich xususiyatini kontrol qilg'ili bo'lganligi degandek nurg'un zamonlar o'tgan. Ammo u vaqtlarda masalan bu elektronda ishlatiladigan bir terminologiya var, buni uyg'urchasini bilmadim, tranzistor deymiz. Masalan tunji tranzistorninki shu texnikalar paydo bo'lguncha ya'ni 100 yildan oshiq vaqt ketgan. Shu texnika hozirgi zamon elektron texnikasiniki asosi bo'lib qolganligi uchun bo'sish xarakterli bir nima bo'lgani uchun 1956-yili shu 3 olimga mukofoti berilgan. Ondan keyin alayzal shu 10 yillardan keyin shu nimalar birinchi tranzistorlar yasalgandan keyin bir qisqa hikoyasi bor, bu qanday paydo bo'lib qolganligini. Bu har bir tranzistor uchun birdan silikonning parchasi ishlatilgan. Qay vaqtida bu odamning ideyasi kelib, nima uchun bir parchaning ustiga bir qanchani qiyilib bo'lmaydi degan bir ideyani o'tirib qo'ygandan keyin shuning bilan bu ideya keyin taraqqiy qildirilib 1958-yilga kelgan vaqtida shu to'plashtirilgan tok yo'li, ya'ni bir parcha silikon materialning ustiga nimani qilish, nurg'un tranzistorlarni qilish nimasi bilan boshlangan vaqtida balkim bir qancha tranzistor bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi hozir bugungi kunlikda 2 milliard tranzistor nimaningki shu bir chipning ustida bo'lganligi hozir reallikqa aylanadi. Bu texnikami insoniyatga nihoyatda bo'sish xarakterli nima olib kelganligi uchun 2000-yili buni mushlarning ichidagi birisi Kilby degan odam, Jack Kilby degan odam Nobel mukofotiga erishgan. Endi yerim o'tkazgichninki yoki bo'lmasa shu o'zakninki roli haqida biroz to'xtalaman. Bu yerda mayli bizning shu dokladimizni ekran ko'rsatib turayotgan narsa bo'lsin, yoki bo'lmasa ovozimizni yangratib chiqarayotgan narsa bo'lsin, yoki yanchuqimizda biz zerikib qolsak o'ynaydigan bir narsa bor. Shularning hammasi shu texnikaning asosida bo'lgan. Ya'ni bugungi hayotimizni shu o'zaksiz tasavvur qilg'usiz darajada bizningki hayotimizga mayli qabul qilaylik, mayli qabul qilmaylik keraklik. Demak bu o'zakninki shu raqamlik iqtisodninki ya'ni g'oliy
asoslıq tayan kuch bo'lib qolganligidan keyin bir misoli. Ondan keyin biz raqamlik texnika degan vaqtida biz oldin bilan kompyuterning kuchining gapini qilamiz. Kompyuterning kuchini masalan bugungi kunlikda Jozingizning ostiga bir kompyuter setib olib, shu kompyuterdan foydalangan zaman asosan hozir yo'qolib ketdi. Endi masalan xuddi to'xni siz nima deymiz, chatqushni nimaga chetiblam, xuddi to'xni qandaq azim nima qilgan bo'lsa ishlatgan bo'lsangiz, bugun kompyuterning kuchini shunday ishlatgan bo'ladi. Endi buni qanday ishlatgan deganda, masalan Microsoft shirkatiga o'xshash, Amazon shirkatiga o'xshash yoki bo'lmasa Google'ninki cloud nimasi bulut subsidiyanga o'xshash mulozimatlarda setib olib turib ishlatgan bo'ladi. Buni shuningmi ashini nima qilayotgan mulozimatlarni ta'minlayotgan narsaning o'zi nimdan o'zakdan keladi. Biz hozir tarixini so'zlab kelibdilar, ishlatilishiga o'tib ketdik. Amaliyotda bu oraliqda nurg'un jarayon bor. Bu jarayon nima bilan munosabatli degan vaqtida eng oldi bilan so'g'uq munosabatlar urushi bilan bog'liq. Ikkinchisi Amerika hukumatiningki mush turga solgan mabligiga bog'liq. Agar so'g'uq munosabatlar urushi shu vaqtda bo'lmagan bo'lsa, balki Amerika hukumati bu qadar mablag' solib, mush tadqiqot turlariga shu qadar mablag'ni ajratmagan bo'lsa, balki bu qadar bir texnikalik yangilik balki dunyoga kelmagan bo'ladi. Biz abayda o'tdik. 58-yili toplashtirilgan Tokyoda paydo bo'ldi dedik. Bu dalilaki soğuk münasebetler urulishiningki boshlangan mezgili. O vaqtida mushu bo'libmi Amerikaningki boshqarilgan bomba nemisda Rossiya bilan raqobat nihoyat kuchli bo'lgan. O vaqtida masalan Rossiya mushu vakuumliq tugunchak deylik, bu nihoyat kichik narsa bo'lganligi uchun shuning asosidagi texnika bilan bu boshqarilgan bombani yasagan, hamda uning logikalik nimasi nihoyat kuchli bo'lmaganligi uchun bombalarning aniq darajasi yuqori bo'lmagan. Ondan keyin Amerika bu jihatdan nurg'un mablag'larni solgan. Ondan keyin Vyetnam urushida bilamiz biz Amerikani iqtisodchiliklar Vyetnamdan chekinib chiqdi. Chunki u vaqtda ketgan harbiy chiqimlarni aytdi, yuqori bo'ldi. Ondan keyin tashlagan bombalarning nishonga tegish nisbati nihoyat tuvan bo'lgan. Chunki u vaqtdagi shuni kontrol qiladigan elektronlik qismlari aniqsizlik yuqori bo'lganligi uchun. Ondan keyin Amerika nima bo'ldi degan vaqtida Amerika shu masalan shirkatlarni qurib, shu aqlli insonlarningki mush sohalardagi izlanishiga nima chipadi. Yeshilchiroq yiqib bergandan keyin shu San Fransiskoning atrofida nurg'un shirkatlar qurilib ketgan. Biz kirimni jilg'isi deymiz-ku. Shu kirimni jilg'isininki kelib chiqishning sababi bu, masalan shu vaqtdagi Amerika hukumatiningki nurg'un shirkatlarga mablag' berib, shirkatlar qurilib, loyihasini o'tirib qo'yib, qo'ltig'iga loyihani qisib olgandan keyin uning albatta shu ahvolga qarab turib, pulni bergan bo'lgandan keyin nurg'un shirkatlar qurilib ketgan. Demak, Silikon Valleyning qurilib chiqish tariximi mush texnika bilan munosabatlik. Undan keyin buni yolg'iz tashqi mudofaa ministrligidan emas, hatto NASA deganga o'xshash boshqa shirkatlar bunga jiqnim qiliqliq. Undan keyin hammalar 91-yilda Iroq urushini esladi, balki misolda Yaltapan deydigan bir boshqarilgan bomba bo'lgan. Dengiz qo'ltiqqa to'xtatib qo'yib, Iroqqa hujum qilib, butun xabarlash sistemasini hammani palash qilib o'tgandan keyin qurolli armiyasi kirib g'alaba qildi. Amaliyotda Iroq urushi shu o'zakninki g'albisi deb qaralgan bir urush amaliyotda. Demak, endi bu so'zlarning hammasi shu ikkinchi nuqtalar munosabatlik harbiy kuch va davlat bexatarligi. Endi biz davlat bexatarligi harbiy kuch degan vaqtida masalan bizning qo'limizda ishlatayotgan qattiq detallar yoki bo'lmasa bizda ishlatayotgan quluplash texnikalari hamma texnikalarning hammasi amaliyotda harbiydan burun taraqqiy qilib ishlatilib, undan keyin yerlikka ruxsat qilingan texnikalar. Harbiyda cho'ligan vaqtida masalan undan ilg'or nimalar bor. Men 2007-yili Texasda IBMning tajribaxonasiga bordim. Shu vaqtida bizni IBM Power deydigan bir qattiq detal bor. Bu yuqori cho'ng mashinalar ishlatildi. Biz shu vaqtida
Power 6 7 şöyle kod nusxası işletettik. Şu yerda bizni bir tecrübexonaga kirgizmay ep yutib ketdi. Aynikidan ko'rdik, yerga shundaq jiq kompyuter olib qilib, suv bilan sovutib turib, ashada bir mashinani sinab qilib yutibdi. Shuni biz so'rdik, bu nima desak, siz ko'rsanglar bo'lmaydi, bu harbiy uchun ishlayotgan. Bu sizlarninki bildigan nusxadan 2 nusxa oldida deydi. O nusxası bizga qachon keldi deganda, undan keyin 5 yildan keyin shunday keldi. Undan keyin o IBM deyli, mayli Sun Microsystems, hozir Oracle şirketlari bo'lsin, ishlab chiqqan qattiq detallarni Amerikaningki hukumat uchun 50 yilgacha shu texnikani davomli saqlab turadi. Hozir bozor sotmagan bilan hukumatga nima qildi? Demakchi o'g'lim endi shu texnikaningki asosli yana qo'llovchisi taraqqiyotga nima qilayotganlarning hammasi amaliyotda shu harbiy sanoat bilan davlat bexatarligi. Ondan keyin bu o'zaklarninki texnikadagi yangilik yaratish. Masalan, bu yerda vatgan vaqtida biz hammamiz bilamiz, ChatGPT desa bilmaydigan odam yo'q. Ondan keyin chiqayotgan shu sun'iy idrok texnikalari, shuning hammasi shu texnikalar munosabatli. Keyin men to'xtalmay, Nvidia'da bir shirkat bor, masalan, bu shirkatlarning ishlab chiqarayotgan qattiq detallari hozir dunyoda yetishmaydi. Chunki hozirgi bozorning ehtiyojini nim qilib qamdab bo'lolmaydi. Shu darajada texnikaga bo'lgan nimasi nayt yuqori. Ondan keyin 5-chi avlod to'g'ri deymiz, undan keyin shu simsiz aloqa to'g'rida, undan keyin internet narsalari, undan keyin biz xalamayli biz yonchuqimizdagi narsamiz orqali kunda shundaq jiq sonliq ma'lumotlarni paydo qilamiz. Dunyoda kunda shundaq nurg'un sonliq ma'lumotlar paydo bo'lib turdi. Shu sonliq ma'lumotni nayt tez bir taraf qilib, saqlab, undan keyin natijasini chiqarib, bizga ehtiyojimizni qarab nima qilish uchunmi shu o'zakninki nimasi nayt yuqori rol o'ynaydigan roli. Endi dastlabki mezgillarda abaydidik, bu mudofaa ministrligi bilan shu cho'ng shirkatlar mablag' solgan vaqtidagi bu narsalarni, masalan, keyin Intel shirkatlari qurildi, masalan, shu vaqtda kompyuter sotib olganlar biladi, bir kompyuter sotib olish uchun nayt chiqib bo'lib ketadigan. Masalan, endi dastlabki mezgillarda bu tannarqi nayt yuqori bo'lganligi uchun xarida asosan Amerika hukumati bilan shu harbiy sanoat bo'lgan. Undan keyin asta-asta taraqqiy qilib shu oila uskunlari, undan keyin kompyuterlarga kirgan bo'ldi. Bu yerda bir misol sifatida endi shu texnikani qo'llanayotgan sanoatlarninki tarqalishi, masalan, hozir ayni vaqtida %70%ni hukumat setib olgan bo'lsa, bu yerda hozir bugungi kunlikda garchi 2% bo'lsa-mu, yanalam taraqqiy qildirish nimalarda yanalam hukumat muhim rol o'ynaydi. Undan keyin vaqtni tejash uchun bir o'tib ketay. Bu yerda shu o'zak bozorda asosli rol o'ynayotgan kuchlar. Bu yerda kimlar bor deganda shu oldidagi 10 cho'ng shirkatni tizib qo'ydim. Mamlakatda balkim 20 gacha bosaq boshqa davlatlarmi paydo bo'lishi mumkin. Ko'rib turibmizki, Amerika asosli rol o'ynaydi. Bu yerda bo'libmi hozirgi bozorning ehtiyojiga asosan aytgan vaqtida, masalan, Nvidia'ninki o'ynaydigan rolini aytdim. Statistika 2023-yili, ya'ni 11 oyning oldidagi statistika u vaqtdagi OpenAIga bo'lgan ehtiyoj nayt yuqori bo'lmaganligi uchun vaqtida ancha bakım yuqori emas, ammo yuqori bo'lgan, chunki Bitcoinni ishlab chiqarish uchun, undan keyin shu o'yin o'ynash uchun GPU deydigan bir narsa bor, bu grafiklik narsalarni bitirib qiladigan. Shuning uchun bu Nvidia oldin qurilib turib kelgan, hamda u 9 oyning ichida 3 qatlanib, hozir bozorning ehtiyojini qamdash uchun hozir bu shirkatning qiymati hozir 3 milliardga berildi. Undan keyingi ikkinchi o'rin turdig'ini Tayvan shu o'zak ishlab chiqarish shirkati. Bu shirkatning kelib chiqishining alayda tarixiy o'rni bor. Bu Amerika shu texnikani kengaytgandan keyin, texnikani shu ishlab chiqarishga boshlagandan keyin buningga ketadigan mayli texnikalik odam kuchi bo'lsin, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, nayti jiq yordamga muhtoj bo'ladi. Anan keyindan Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti bilan bu Varshava ahdinomiz tashkilotlarining o'tirisidagi bu nimada bu Osiyo qismi yo'q. Shuning uchun bu Amerika aktivlik bilan
Asiya qismida o'ziga sherik bo'la oladigan davlatlarni izlaydi. Shu vaqtida izlagan vaqtida Tayvanninki o'rni muhim bo'lganligi uchun Tayvanni izlaydi, Yapon, Koreya, Malayziya, Singapur, Sharq Osiyodagi 4 cho'ng yo'l vosita degan bir gaplar bizning o'qiyotgan vaqtlarimizda bordi. Shu 4 cho'ng yo'l vositalar shu vaqtdagi Amerikaningki ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan bir qism ishlarni mush davlatlarga yo'tkazgan. Buning ichida Tayvan nayt muhim o'rinda turgan. Undan keyin shu shirkat hozir 2-chi o'rinda turadi. Dunyodagi balki ko'p sondagi shu hisoblashga munosabatlik shu texnikaninki materialni mush shirkat ta'minlaydi. Agar bu shirkat bo'lmasa, qo'limizdagi iPhone'ning mavjud bo'lishi ehtimolligi yo'q. Shunga undan keyin boshqa shirkatlar bor, masalan Broadcom degan shirkat, u hozir biroz nomi chiqib qoldi, chunki VMware degan yana bir yo'g'on shirkat sotib olgandan keyin balki hozir boshqa, balki 2-chi o'ringa o'tgan bo'lishi mumkin. Samsung namadan bilamiz. Ondan keyin Yevropada nayt muhim bir shirkat bor. Buni tushuntirish uchun balki nima ko'rsam bo'ladi. Bu shirkatlar nima uchun shunday shirkatlar bo'lish kerak degan vaqtida bu o'zak texnikasida bir shirkat o'ziga yolg'iz hamma ishni qila olish imkoniyati yo'q. Chunki bir shirkat uningki materialini tayyor qiladi, yana bir shirkat uningki sopliqini nima qiladi, undan keyin birlari uni kesib nipis holatga keladi, yana birlari uning ustiga shu elektrlik taxtalarni besib nim qiladi. Ondan keyin eng muhim qismi masalan Silicon Valley'da uni loyihalaydigan shirkatlar va masalan hozir biz Intel manchin ishlayotgan bo'lsak, yana 2 yildan keyin Intelning yangi nusxasi chiqqan bo'lsa, demak shu yerlarda loyihalandi degan gap. Undan keyin o'xshamagan davlatlar masalan Tayvanning gapini qildik, Malayziya, Yaponiya, bu degandek davlatlarni qildik. Bu davlatlarning orasida Gollandiyaning bir ASML degan bir shirkati bor. Bu shu taxtaning ustiga shu nimani besib chiqaradigan. Masalan siz bir nanometr, bir kichik bir bakteriyani ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz bir optik mikroskop bilan ko'rasiz. Bu yerdagi besish texnikasi naq shuning ta'siri. Masalan, cho'ngaytirilgan loyihani shu 1 milliard hassa kichikiltib turib, shu bir qancha millimetr cho'nglikdagi 2 milliard tranzistorni ustiga besib chiqarish uchun shunday texnikaga ehtiyoji bor. Xitoyga buni yaqinda o'ziniki mashinalarini sotishni to'xtatdi. Bu pek muhim texnika. Demak, bu o'zak texnikasi bir davlat kontrol qila oladigan, bir davlat o'z oldiga adın zetkiçe emmini qila oladigan bir texnika emas. Shuning uchun bu yerda xalqaro hamkorlik nihoyatda muhim. Buning orasida Xitoymi ba'zida paydo bo'lib qoladi. Bu biz deyotgan ta'minlash zanjiridagi bog'lanib qilish degan narsa ashadan kelib chiqqan. Ammo ko'pincha yerlarda Xitoyning bayrog'i yo'q bu yerda. Endi shunday bo'lganligi uchun bu yerda albatta shu coğrafiyalik siyosiy vaziyatga ta'sir ko'rsatdi. Birinchisi shu iqtisodiy ta'sir, iqtisodiy jihatdagi ta'siri. Vaqtim bormi yo? Iqtisodiy jihatdagi ta'siri birinchisi shu yerim o'tkazish, ta'minlash zanjirini kontrol qilish, shu yer sharidagi iqtisodiy kuchga barobar. Masalan, ma'lum bir davlat shu butun ta'minlash zanjirini kontrol qilib olsa, demak, bahoni o'zi kontrol qiladi. Onunki ahlimilik huquqini kimni sotadiganiga nima qiladi degandek, biz abay iqtisod to'g'riliq so'zlagan vaqtida to'g'rilamajaq narsalarni qilib ketdik. Demak, shunday sohalarni kontrol qilmagandan iqtisodni kontrol qildi degan gap bo'ldi. Ondan keyin masalan yetishmaslik ahvoli. Masalan, hozir abay dedik Nvidia yetarlik nimalarni ishlab chiqarmaganligi uchun hozir bozorda ehtiyoj yuqori deb. Endi uningki sababi Nvidia ishlab chiqarmaganligi emas, ta'minlash zanjiridagi ta'minlashninki tez vaqtida bo'lmaganligi uchun kechikib qolganlik bo'ladi. Endi shu ishda tuyuqsizlan bir Aşnanda bir buzuluş bo'lsa ta'minlash zanjirida, demak butun yer shariga ta'sir qildi. Masalan, bir araliqda bir kema Suez kanalini to'sib olganligi uchun 2 hafta to'sib olganga xelijiq nima bo'ldi, avarchilik qildi. Covid ahvollarni biz bilamiz. Demak, iqtisodiy ta'siri nihoyatda og'ir.
Anandaki strategik jihatdagi ittifoqlik va raqobat edik. Abay ittifoqlikninki raqobatning misoli deyilib o'tildi. Shu Osiyo qismidagi bir qism davlatlar bilan shu 80-yillardan tortib nihoyatda yaqin hamkorlik bo'layotganligi va Xitoy bilan bo'lgan vaqtida ixtiloflar tufaylidan raqobatchilik nimalar bo'layotganligi dedik. Undan keyin shu qoral shu siyosiy qurol sifatida ishlatilyotidi. Buni hamda Amerika parlamentlarininki ba'zan olgan qarorlari, undan keyin Xitoyninki Amerikaga qarshi elib berayotgan harakatlari degandek narsalar bu demak bir qurolga aylanib qoldi. Bu texnika siyosiy qurolga aylanmoqlik. Ta'minlash zanjiridagi ojizlikni deb bo'pdiq. Ondan keyin bu hamma shuning bilan bir vaqtda ham davay degandek iqtisodiy jihatdan ham bir bizga nisbatan ham bir fursat, ham shuning bilan bir vaqtda ham bir xatar. İttifaqlashda bilan albatta bir fursat bo'ladi. Agar dushmanlashish bo'lsa, demak bu xatar deganga bir taraf bir texnikani ko'proq qo'lda tutib olsa. Ondan keyin masalan hozir nurg'un davlatlar tönügüne Germaniyalik adam mı dedi, biz bağlanıp qalğanlığımız üçün bir qism işler biz degandek mamayatıdır deb. Bu yerda şunun aldın eliş üçün nurg'un davlatlar hozir texnikani o'zi mablag' sep turib, o'zi shu texnikalarni o'zi barliqqa keltirish turibdi. Buning misoli yana Xitoy. Xitoy nayt nurg'un mablag' selaqliq. Xitoy nimishqa mablag' selayotdi deganda dastlabda Xitoy shu neft qayatchiligini o'zining dostona bo'lgan o'rta sharqdagi davlatlarni akirib, o'zining neftning masalasini hal qilgan. Ammo bu o'zak texnikasiga kelganda uni qilolmadi. Chunki u texnikani akirayotgan davlatlarning hammasi dushmanlari. Masalan, Yaponiya deyli, masalan, Koreya deyli, Tayvan deyli, hammasi bilan ziddiyati bor. Shuning uchun hamma davlatlar masalan ziddiyatli ahvoldan saqlanish uchun o'zi mablag' solib turib, shuni kontrol qilishdi. Bu nimani keltirib chiqardi deganda parçalanishni keltirib chiqardi. Ta'minlash zanjiri bo'lsin, mayli ishlab chiqarish, mayli setish bozorni qalayimqon qildi degan gap. Undan keyin texnikadagi ayrimchilik hamkorlikqa qarshi degan gap hamda. Undan keyin yana bir tahdid nima degan vaqtida shu to'rim hujumininki asos bo'lib qilishi mumkin. Biz bir chog'da hukumatdan bir projektga taklifnoma oldik. U taklifnoma nima ekan desa, shu Hewlett Packardninki G7 deyman. G7 degan kompyuterni itivatgandan keyin to'rg'ul uloqlik bo'lsa, to'r orqali kompyuterni qo'zg'atib, ichidagi kuchurni o'g'irlash ehtimolligi bor ekanda. Shuning bilan bu hukumatninki nimasi bo'lganligi uchun biz butun Hewlett Packardninki mahsulotlarini hammasini chiqarib etib, uning o'rniga yangi bir texnikani saplaymiz degandan keyin biz IBM'ni tavsiya qildik. O vaqtlarda IBM dahi Amerikaning shirkati vaqtdahi u Xitoyga setib bermagan, Lenovo'ga sotmagan vaqtlar. Masalan, shuning o'xshash ma'lum bir texnikalik jihatdan, masalan, bu yerda ham deyilayotgan BIOSninki ishi, bu yerda ham masalan shuning o'xshash bir xato bir narsa shuning ichiga kirgizitilib qolsa, demak bu to'r hujumininki nishoni bo'lib qolish ehtimolligi bor. Ondan keyindan agar shunday nima deymiz, kesal bo'lgan shunday o'zaklar agar ishlab chiqarish bo'lib qolsa, uning ko'lamini tasavvur qilmaydi. Demak, bexatarlik masalasi bor degan gap. Ondan keyin hozir qanday taraqqiyot yuzlanishi qanday bo'lishi mumkin deganda bu yerdagi narsalar cho'qim toshning ustiga yezib mo'rlayotgan narsa emas. Mening hamda o'zimning farzim bu davlatlar, buni endi bu davlatlarninki o'z oldiga mush texnikani kengaytirish uchun mablag' solishi bu to'svoqli bo'lgan ish emas. Agar iqtisodiyot bo'lsa, tadqiqot o'rinlarini ochib, taraqqiy qildirib, masalan, yoki bo'lmasa hamkorlashib qilsa bo'ladi. Buning davomli mablag' ko'p silinadi. Undan keyindan dunyoda masalan ba'zan davlatlarga ba'zan texnikalar setilmaydi yoki bo'lmasa iqlim mulk huquqi tufaylidan bir qism mahsulotlar eksport qilinmaydi. Shunday bo'lganligi uchun ba'zan davlatlar o'rtasida ziddiyatlarga sababchi bo'lishi mumkin. Undan keyin abay degandagidek bu nihoyatda jiq mablag' ketadigan bir texnika. Buning qilish uchun nurg'un
hamkorlik, andan keyin tadqiqot ishlarini birlashtirish degandek narsalarga nima bo'ladi. Andan keyin texnik ko'p ishlab chiqarishga masalan bundan keyin yana qanday texnikalar o'tirg'i chiqadi, yana nimalarga ehtiyojimiz bo'ladi. Buning uchun ishlab chiqarishdanki mahsulotni oshirish yuqori bo'ladi. Andan keyin texnikadagi yangiliklarning yaratishiga yangi yo'l ochadi. Masalan, sun'iy aql to'g'riliqqa to'xtalib o'tdik. Andan keyindan mana shu kvantlik kompyuter deydigan temalar balkim texnika qiziqadiganlarga ancha-muncha uchrab qolishi mumkin. Bu yerda hozirgi kompyuter 0 bilan 1 dan boshqa narsani tushunmaydi. Amaliyotda kompyuter bir döt narsa. Uni aqlli qilgan narsa nima bo'lsa, shuni programmalaydigan insonlar. Endi mana kvantum kompyuterga kelgan vaqtida bu qubit deydigan bir narsa bor. 0 bilan 1 ning oralig'ida biz kvantum mexanikasi o'qiganlar yaxshi biladi. Muşunun ne kadar vaxtida demek hisoplash iqtidori endi qanchasi nima qilganini men bilmayman, ammo buningdan night tez bo'ladi. Masalan, yaqinda Shveysariyada bir Alps deydigan bir yuqori hisoplash iqtidoriga ega bir kompyuterni boshlaganligi, u kompyuterda bir qo'lda ishlaydigan kompyuter. Mesela şununda bir gün hesaplangan hesap bir kol kompüterde kıldıgan bir günlük alanın bir günde kıldıgan işi bir kompüterinki 40 bin yıl kıldıgan işine beraber bir müştak bir kompüterin orlanını kıldı. Buna ait çoğun san. Hem de kuantlık kompüter barlık gelse onun andi sanını tasavvur kıyısız derecede. Ondan keyin bu bir yeni fırsatlarını yaratıdı. Bulup yangi fursat nima degan vaqtida shu material tadqiqoti. Chunki bu Moore qonun deydigan bir qonun bor. O qonunda bir o'zakning ustiga o'rinlashtirg'ili bo'ladigan tranzistorning soni har 2 yilda bir qatlandi deydi. Mesela 2-4 bo'ladi, 4-8 bo'ladi, 8-16 bo'ladi degandek qatlanib ma'no degan gap. Endi hozir biz bir qancha tranzistorning ustiga o'z ichiga olgan bir o'zakdan hozir 2 milyard tranzistor var bir chipsini qilamiz. Demak bu pek zishlar yuqori olib kelsa nima bo'ladi desa, kuyib ketish ehtimolligi bor. Masalan, uni issiqlikni taqitish, u bu degandek nurg'un masalalar undan keyin davomli kichiklab menish kerak bu. Endi kichiklab hozir limit keldi degan bilanmi, balkim buning ehtimolligi bo'lishi mumkin. Demak, yangi materialga munosabatlik, andan keyin shuni loyihalash, andan keyin kvantlik hisoblash mening aqlimga kelgan narsalar shu. Yangi kasblar barliq kelishi mumkin. Andan keyindan bu texnikalar balkim hozirgidek bir xil texnikani siyosiy qurol qilib turib dunyoning siyosatiga ta'sir qiladigan bir holat balkim hal bo'lishi mumkin. Ammo pozitif o'ylash kerak. Shunga menimcha bu texnikadagi taraqqiyot siyosiy jihatdagi masalalarni hal qildi deb qarayman. Rahmat sizlarga. Abdushukur Abdurashid efendimning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hamda tushlik dam olamiz. Tamoq vaqti 60 minut atrofida soat 2 da mushu zalga kelib bo'lsak bo'ldi. Tunugunga o'xshash tamoqqa bilet olib maktabni oshxona